G'o'lja rostla alomat yurt. Undaq deb maqtansam, poydotidi deb qanmanglar. Ko'k bilan bo'ytalishib turgan tog'lar, olma oquruk bilan yasangan bog'lar, o'rkashlab eqib turgan Ili daryosi va uning eran bilan to'lgan bo'ylari bu so'zimning dalili. G'o'ljining ko'k teraklari bilan bo'ytatgan ko'chalarda mangsingiz, qizilgul bilan bezalgan ho'yillardan naqsha, uchirg'anligi kishining og'zidan chaqchaq anglaysiz. Uning taraqqiy qilgan bugunidan har millat xalqining qo'lni qo'lga tutishib, inoqlik kuyini yangirtib, texmi baxtiyor manzillarga qarab ot silayotganligini ko'rsiz. Balkim bu g'o'ljilik po'chi yana poyda otidi deb o'yladingiz. Qiyin amsa, huzuringizga sunilish oldida turgan g'o'ljining buguni aks etgan bu komediyalik filmni ko'rib yiqing. Ana shundala mening po'atmaganligimni bilib qolasiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom bolam. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom bolam. Ko'ribsanmi? Yaxshi, yaxshi. Oy, bolam-oy. Bugun sana nima bo'ldi? Chiroying bek uyqusalli ko'rindi-ku. Oqshomqi varangchiringning hech qaysini olmabsan-da. Ey, mening buni tinchlik-uchunchu soat 8da ishdan to'xtaydi. Undan keyin osmon o'rilib tushamdi, ya ko'ptirilib ketamdi. Menga bari birlar degina. Menga jimjitligu. Tas. Rast aytsa dada. Ammo jinim dada dunyoning royitini sen surib o'tsa-chimi? Bah, qarasini. Voy, mening bu pangligimga shuncha mazlikin kelgidek kechachi nima taroq turuqlab ketdi bolam. Oy canım dada. Keçiden beri bunu Salih'ini Mehmet Bika fakat uxlatmadı mu? Voy, Mehmet Bika diken keç gündüz Bika oldu diken elbet uxlatmaydı bunu. Rast. Dada o'zing bilsa, oqshom do'konni kech taqadim. Uning ustiga mushu kunduzi do'konga mal kelman deb u yoq qaloqchib hech holim qolmaydi. Oqshom qanday bo'ldi? Mush yostiqqa beshimni qo'ygan qilma shuncha qilib ketibman-ma. Yerim kecha bu. Voy, to'xtag'ina. Bu yerim keç saat nechida zade? Saat bir boğa vakitçi mu dada? Shu. Mush bir bo'lgan vaqtniki toz uxlayotgandim degina. Mush bir yerning yostiqning cho'nqur yeridan bir ovoz kelyotdi-da. Salih. Fırına işin bek urup gitti batı da çıkıp karap yıkın ha. Vaa, işten düştüm ben. Estağfurullah. O dadamla oğunup gitti de kopun ha. Oy. Özünüz çıkıp karap yakın ha? Ya, muş keçti ben talağa çıkam de. Tova dana korkum hemen. Oy, sizin bu turkunuzun cin mi kokudu? Hoy bol çaqçaq qilmay kopun ha. Onun üstüge et şirket tapşırgan bir munç doklattım ba. Abba, limanda varamçırım bu. Oy, ana ballam oğunup ketipti. Git bu silahı. Yeş bomba balarım. Ben ona kırıp kularım da balamaz. Hey Salih. Oy çıkıp bir abramının zuvanını bilsin ha. Et degan şirket işqi bormaydi tehi. Ay voy. Kechikib qolgan bo'ldim.
Vay Melikim. Siz işleysiz. Sizin hizmetiniz var. Siz ev hizmet barısız. Ben açayım ben. Neyim buradan kaldım bu kakı ben? Yere gücüm kaldı işki durup. Üzün işlerse vurup baksana beri. Kim o? Ben degan kim o? Mehmet Bikama? Hanimiş? Voy Mehmet. Bu yerim keçip kelib qancha so'tib ketasa? Bo'ldi, aytgagina bo'ldi. Voy, oldingiz ichki tipli kaynongiz inib kiribdi o. Oshta oldi kaynimdan inib kirdi buni. Voy Mehmet Bikaka o. U yerim keçib kelib qancha so'tib ketdi. Voy, qiziq gap qilsizga. Biror hojati bo'lmasa, yerim kechda haqni barvasini uramda. Menga chiqib ichib biring, ha? Hadam erdek ham bisib ketdim bunga. Assalomu alaykum og'aynim. Xayrli sahar. Qanday xayrik sahar bo'ldi? Kechsa bir bo'ldi bir. Bir degan saharning boshlanishi og'aynim. Qara Mehmet. Sen bika chiqdin, bika bo'lamaganinglar. Men sahar qopib, bu do'konni palaqchib ishlab, charchab besh olib qolmaydi. Yo yerim kechog'anda birovning eshigini o'lishib o'g'in adash. O'sha men o'ylashib urgan. Mana sen shu shirin tushlar ko'rib uxlag'im bo'pti. Bo'ldi, azmigina. Ha, nim lozim? Bir tal chaqma. Chaqma? Nesiga? Aleykümselam balam. Sadam nasıl cevap ha? Ma'qul. Balam. Şuna yakın kila cozga. Ay bala. Oldu bilen boğazlarını naştı kısım. Anandaki şokolad koyacağım kısmınız belgisiz ya kozam. Apanız to'g'ridaydi qozon. Voy opa yeyapmanda bari dadam misol o'tirib yeyib qo'ygan ekan. Sen az gap qila qadrdon. Gullikni tozayman deb kunda bir sovuq ichimlik ichsan-ku, men gap qilmayman-ku. Endi sen bugun mani ichib baqini ko'rib baqay. Agar mushni ichsang, gullik bilan do'konni tang tozaysan. Ay. Voy bo'ldilar, shirin ishtiqlar mangaychu bo'lmas dadamga qo'ni savat daftargan ichirdi. Sadam qilgan balam. Çay içe balam. Ne qara balam? Ko'zim gülüm bo'ldi. Ko'zing shishib qopdi-ku. Opa, okamcha savodoshlari bilan maktab so'qishib qoldi. Jinim balam, men sana net chiqdim dedim o saboqdoshlarim bilan yaxshi o't deb. Yana so'qishib qoldingmi? Yo'q, ular meni teriktirib shu. Teriktiring. Nim deb teriktirkasin ular? Voy savodoshlari okamni qo'ni bo'ra, eski bo'ra deb maza qilib shuning bilan so'qishdi. Mana qara. Voy, mush bo'ra degan gibi so'qish ketamdamda. Bu degan bizni otim ras. Taqam emasmi bu? Voy, dada sen qiziqkansan. Bu oti miras deb, bu ota-onamizdan bir yaxshiroq bir narsa miras qolsa-chu. Laqamni miras qilamda? Uni o'rniga bir kelam, kegiz, eng bo'lmaganda yekanda deb laqam qo'ysa-chu. Balam oy. Ben sana deb bersem qara. Meni buvamchu. Mushu bo'rchilik o'dir bilan dadamni xato qilib ekan. Ama dadammichu. Mushu hina bilan meni bekib cho'ng qilib xato qildi. Endi sen bu shu bo'ri degan laqamdan seskinib ketib qolamsan bala. Ey, bizning mahalladagi chaqchaqchilardan Ferhat Bacı, Salih Divani, Lati İşek degan laqamlardan ku. Uni yaxshi to bala. Miras. Oho, shundoq dada. Çay yok. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Qanaqa bolalar? Yaxshimisiz? Voy, qanday bolam? Ma boylar yigit, bolam
Muhammed bana diyor. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Qanday havolanishlar deyishma, yaxshi turibsiz? Sizning ahvolingiz yaxshi. Bola sen ne? Voy, o'zingchi, dukuningga burnim og'ini ko'rsam yo'q-ku sen. Qachon urus taqoq. Endi seni haqlar, sali taqoq davomison. Qani çay içelim. Yo, men choyni, voy, hozir men g'oppa to'gilan kirib to'yib olgan. Shu yerda bir tavoq qo'lini yetib chiqdim ekan, o'tirib ussiq ish qo'yam deb. Aytgan joydan mari boshqacha. Ha, yo'qolib ketdim-ku. Wow. Men taqsimni ansirab, biroz uyingizga chiqib ustingga qoq yeyib etdim deb. Yaxshi mehmon tamoq ustiga degan gap bor-da. Shunda to'g'ri. Balam voy. Nonni qancha yeyman desang, mana dastis bilan turibdi. Choy desang, tek ko'r yerimlashmidi. Seni qandira olaydi. Lekin buni chinivag'u. Meni onamdan tavarruk qolgan china. O nonni anda silib vakkidi yeriversan buni to'lab bo'g'in olmaydi. Oi. 阿姨好，早饭吃了没有？谢谢阿姨，我吃过早饭了。哦，妈妈呢？好长时间没有见过她。哦，她现在很忙，她已经去上班了。哦， Lili, baba hao ma? 很好， Bu长时间没看见他了。她好像要在院子里搞一个养鸡场。 Dada, voy men tiqi bu yo'qolib ketdi meni bir pat yo'qlab turadi bu. Tutkin bo'ldi hech narsa yo'q. Men tiqi pomdirga lazine. Meni qichqinsaga jangdoni ulab juramdi keyin. Mehriye. Ulan sakal bak kaldı. Mehriye. Bana çıktı. Hay Mehriye. Mehriye çıkın bak. Melek yaptı baba. 丽丽姐你好，好。 Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Alaykum ne olmuş burada? Mushu. Bir iş var mı? Ha, shu men uy solayotganda ozroq bir narsa kerak qilib do'qmishliklardan so'rasam sekamning uyiga borsang topolaysan deganda shunga kelgandim. Oh, bana naq joyini tep kepsiz bilan. Sakam sana ne lazım? Bo'ralaydigan aka. Salih. Ha? Bugün şirket çoğun yığında dokulat vermek için düştü kilenmeyme. Şu tamakla almanı özünüzde kıptırmazsınız. Tamakta hatırcı bulana üzerine bir takip edin. Maklın basmaya mağdum. Oldu çataya. Dada, ben mağdum et varsa maklın et. Saymaxo. Peşten balını bağlap. Hem de kazan pişiği ötün. Oy, dada, canım dada. Bir lakamni qutlamayotganda, yana bir lakam chopilmadi odamga. Bu qo'shni anglab qoldi. Qanday qilsa endi? Xizmatchi degan shu. Balam, çakçak qilib qo'ydim. Ey, bu saymaxın deganga tek chidimisan. Bo'ra deganga teximi chidimisan. Endi nim deyman voy seni. Sen demakchi o'g'lim? Ikki lakamdan birisi tu demakchimi? Albatta balam. Bizning bu mahallada laqamsiz odam yo'q-ku. Bo'ra deganda turay. Hozir isklab barmoq qanchalik? 50 ming so'mlikdan ortiqroq. Zakaz, yanib ketgan zakaz bormi yo'q? Bor. 300 ming so'mlikdan ortiq. Unda bo'lsa kelar haftadan boshlab cho'qim ismini qo'shib ishlanglar. Oy, Xilsiban oy. Qandaqroq, yaxshi turdingizmi? Hacatni cho'chitibdi, ma adam qayerligini bilmaydigan. Oy, endi ko'zingizga
Qirqanda ko'rinyotam demirmi? Ha, 70'ten 80'ge mangay dediniz. 70 bu alemden ketmiş, 80 bu alemde yok sen deydi. Oy bu gap çok qarang. 80 bu alemde yok sen emas. Emsi nime? Bunun to'g'risi shu qarang. Ishing bo'lsa 80, 100 gacha saq tursan degan gap. Shuning uchunchi va ikkimiz vaqtni ching tutib, ikkimizning ishini bir g'achchilik qilyapmaymizmi? Oy, madem nim deydiganda, qiyirganda. Oy, haqla anlap qasın, umusumamdı. Menga. At aylıqanға, yol xelçibanға deb nagim barama endi. Oy, ma çoğlarının bir ondan makalı temsillerini buzup ma adam et degende qog'ida qoqildab ketdiniz. Nemişiniz var mende? Oy qarang, necha vaqtim bari ko'ranmayli qoldingiz. Sizdan ansirab shuni bir yo'qlab chiqqandim dana. Oy, menga. Oy xelçiban, oy. Oy, man qarang, oy xelçiban. Astavoy. Başından şulanı demedim. Küçük balık adam vardı biz bozaklığına. Kanda diyen gep oldu bu. İçiniz. Mazızlık yapalım. Küçük balık bozaklığına demedim içiniz. Keyfiyetin taz yaxshi emas-ku? Karmanca. Ben uşak balık kalkan beni bozaklığına. Kanda gep oldu. Ben öğün bir tunuşum kilitledik ne? Şimdi ben uşak balık oynat. Gel. Ha tunuşum kilip Davut'un uyu kaysı dese, abur kopap Davut uğrunun uyu mu? Öde bir kuldu yıkıp bir kara. Ya tunuşum yıkıp, ösünü uğrundan da diye yaman kıcılıp kettim. Ateş, yaman kıcılıp kettim. Kızılıqdaki iş emas endi u, ha? Şimdi sıkın. Oy, neme için sıkıldı canım adaşım, neme için sıkıldı? İşin sıkılman oylap kay, işin sıkılman. Ateş, bana bir mezhep göstersin. Ben onu oylap kaldım deyine. Endi bu Davut nemiş kılıvatsa, neçe yıldan beri endi pika deplamaş uğrun degan laqam sandırıp aldım can. Ma ballı çoğullar inek takışay dep qaygandan balını aldım dep haşırıp kaldı ki. Doğru. Şunda oylap kaldım. Şu belkilen jığı. Sizlerde ya çok. O jığı. Naçı yok o meşreptim şimdi beri hep kadar. Şu laqamımını ya yütkeydiğen ya başka bir laqam koyduğum bir işini kılayım ki deyim. Tova deb yaqanını kichkina yaqanni. Mashrab berib, so'rin berib laqam yo'q aqlmayjimi adash. Aksicha laqam ching o'zingda yug'urib olsa. Voy, men latikam ishini olmadingmi? Qaysi ishni? Voy, laqam betkayma deb choy bergan ishini. Manga voy, man deb yutmaz bu. Latikam nereden ish qildi ha? Angla. Voy, buni ikki qizi. Voy, opa, bir dodamning laqamiga bir amal qilinglar, bir Numus ketdik bu laqamlardan. Lekin oyoqqa bop. Latti, laqamingiz bir amal qilsangiz mamnun bo'ldim, numus qo'yibdi lekin. Men qanday amal qilib qo'ydim? Bunda o'tish qilib boqmamsiz. Lekin, alamet men aql ko'rsatib qo'ydim. Bo'ldi. Deb lekin cho'ng suruq dindutlardan bir al-og'il hammasi qilib so'ragan. Toza yeb ichib laqamni taxayyuzlar tutdi. Shuni uyga o'gil shunda xo'shab. Xudo mana acayip aql kesibse bana soru qilib qora laqimni yo'q qilyapti. Lekin xotin qo'shib, "Hani qanday oldu?" Lekin qora xotin buni yaxay ko'rsatdi. Lekin oyog'ini chiray tatib, lekin ochiq edi. Bir sarang, taxaygan jil urisi eshak mamda degidek. Demak, adash, o laqamni qutilish mumkin emas. Demak, sen agar musulaqimni o'zgartman deb chayirib ashlaqsan, latekamni ko'rib qolsa. Sen bog'da tirishib, yaxshi ishlasan bog'u, laqimni o'zingni qopitdi. Qarab, masalan, sen yaxshi ishlasa haqsin o'rin demaydi-ku. Demak, o'rin deganlikni barabar qilib qoldi degan. Tushundingmi? Ishqini yaxshi tirish ishla. Birinchi. Beshini terisini eshitmayapman yana. Voma. Ashta qilaymi ya? Ashta qil. Rahmat adashim, ben chiqayaman, men chiqayaman. Assalomu alaykum. Hozir sen kirib qara. Nega qulim xizmatda damini. Ko'nglimni tuygan sen. Shu sizlarga biz quloqdan aytib qo'yibdik. Yo'qlam chaqchaq tepilib ketmabkan meni.
O bilemezsin futbol olan iştik işlediğinde. Tova aka, özüm qamlaşqan bir chiroyli odam kelsa, qanda xo'p qamlaşmagan laqam qo'yib qoldi sana. Bu uçakçık ben ötünmem seni maç kılsa. Lakam diyeni Hızır koydu, fikam işte geldi konuşup kaldı da kayda. Yakıldı öyle dedik ama. Ya akaya yanındakiler kan mızkımanda. Nimege? Durup kapılat diye kadar fikam. Oğazı onu tam çakşak şıp kettim bile bile. Hadimiz mi çaqchaq so'kkan? Bunda bir iş var. Şimdi zaten hapus bakkan. Bu şıkkınlar ter tokarap digine yakınman. Şunun icizgi çıktı. Dağılsak hoşluğumuzun işkiyeti bizim bakır kaldı. Kır bu oyuncular bizim hoşu çok kaldı. Tuhan dedi ben de hotor koydum ama aç yında birimizin muhabbeti hoş turdu. Biz mi işte bir yakış yüksek bulmamdı. Ne kılsa mayıktan tuttuysa mümkün emez deydi mi? Öyle demek mümkün emezsek birisimiz atılımda birisimiz eşekti. Yaqinda bo'lgan shirkatimiz bilan bo'lgan savdo kelishimi to'xtam imzolash sababidan men Shangang ovuntirab bo'lib qoldim. Shunga mushu yaqinqi bir oy ichidagi xizmatinglardan, zavodning ahvolidan bir doklad bergan bo'lsanglar, buncha siz boshqa xizmatingizni doklad beraman. Bunu da ise Sevende'den sağlığımızdan şu bir aylık işlep çıkarış maksatları doğrusunda kıskığını bir doklat demekçiyim. Birinci hakikat cihette biz üç xil maksatını tatbiq qilib, sınaqni o'tkazib bo'ldik. Bunun içinde nuqutli qo'yish o'g'risining dog'liq tayyorligi o'tdi. Kelarki oyda ishlab chiqarish boshlanadi. İkinci ishlab chiqarish jihati bo'lsa, bu bir oylik umum ishlab chiqarish miqdorimiz har xil mahsulotlardan bo'lib, jami 120 ming so'm. Bizning maqsadlarimiz karantindan o'tdi. Yaqinda bozor selish oldi turibdi. Meniki shu bir oylik xizmat qilasan düşüncəlik. Endi setiş bilim direktörü Ömercan xizmatingizni siz doklad beraman. Dada, bular kusug'um ichib ketdi. Bana mas kaldı. Bu ne mektup akıllığa oldu? Bana. Oh! Vay balam vay, sana neyim oldu vay? Oy, sen koyayım edip, seylak ot koyup ettim. Mesela teyir çok bir ya. Ay, senin kolundan ko tüzekrak bir iş mi kalmaydı o? İlanlar bilen, ilanlar. Assalomu alaykum. Valik. Ha. Oyun şakası mı? Ya dukununu birin alaydı. Huy. Ne bilen yep ketdinglar ey? Modu qoqlashib, lamanın büdürsünü yevattınız. Sekigina men bu şu ömrümde büdürlanma yapamadım ekan. Olamda bu. Şeyimgen muş qalan endi. Vay cime balam vay, bunu hava koyucularının tepsige seysep besem bu. Yeğirdi kanım bu.
Aleykümselam. Çıkar bana malını. Vah canım dada. Et degan uçak çınıqqan bağımı adamını ansırtıp. Aldın parayı degan tepti ki. Oy balam oy. Bu qoradan chiqib ketib var, tushib ketadigan to'g'immisan? Oy yilimi, buni uzun turani ketib qo'yding-ku. Keyfiyating toza, yaxshi emasdi-ku. Et deganda birisi ko'nglimga azob bermaganda. Undaq ish yo'q balam. Yo'lda kelgichilik bir ko'ngilni g'ash qiladigan bir xabarni anglab qoldim qara. Og'inangning bir ash tuga ketdimi? Oy nima deydi oy buni? Oy bu malda bari yo'q ikkila og'inam qo'ydi. Shularni ko'zingga sig'may o'tibdi dasini ha? Ularni patroq u dunyoga kelsa, anotiki navbat mana kelsa, menmicho balam. Patroq u dunyoga kelsam, shu onang rahmatini ro'y bilan jam bo'lsam deyman. Oy, canım dada, men hergiz undaq demekçi emas. Otur. Bundaq yolg'izchilikning ta'tini tativagichim o badroq ketgini tuzugraq degan. Yolg'izlikning dadi deganing nimasi? Hammamiz sana, hamma bo'lyapmiz-ku. O'g'o, shundaq balam. Endi deyman-da qara. Voy qiziq ekansan dada. Bo'ldi. Bu gaplarni qo'yib, hozir qilib ichinishli xabar degandigina. Men sana ichinishli xabar demidim. Ma ko'ngilni g'ash qiladigan xabar dedim. O ko'ngilni g'ash qildi deganini anglaydi dada. Shundagina. Qara, ana chiniqishdan qaytib kelsa, ato'niki nozikiligi qishqadanni bilsan-ku, Bo'ldi. Hokim ushlab qoldi qara. Qo'ysam buni chiroy o'ysinib turdi. Nima bo'ldi deyishini bilmay, yig'lab soldi kasab. Nima yig'laydi ekan u? Oy, yilimi bir ondan deb beryapman bolam-oy. Yiliq rahmat, ro'zi qo'ltirib o'pgan yo'q nima ekansan senami? Oy, xapimog'ina dada. Digina. Mushkamni yoshtirmaja, o'g'na. Yoshlar nima bo'pti dada? Voy, shu hokim qonun bir qizi bo'ladiganqa amdilatni 16 yoshga kirgan. Bo'ldi, redasi, ye deydigan ko'kman qisi. Shu. Uning nima bo'pti? Voy, nima bo'ladi? To'q yeb qo'yibdi, to'q. Nima bo'ptimi? Voy, balam-oy. Sening mushkullarni pochtaligingga bakakibdi. Voy, uni desam o'libdimi, buni desam o'lyaptimi o'g'li deysan. Voy, sening o'g'lim shunda. Yiliq og'izdan qon temib turadigan o'qishning o'zli bo'lsa-chi bu. Dada, adam tillamigina. Yiliq to'qiyaq pisaqtu degan nimasi? Pah. Ana, mushu o'tkirligingni birinchi sinfda 3 yil o'qigan bola ekansan. Dada, adamning chavsi chiqyaymig'ina? Qara dada. Bak yolg'izlik tortib ketgan bo'lsang, uyda kitob qarab, bekitib o'tiravermasdan, tanlab bozordan oldin chiqib o'tda. Mana ustal o'rindiqlarni seni o'ttasin deb oldim. Pah. Meni yolg'izlikdan qutuldirman deb bu ustal o'rindiqlarni og'icha. Voy, buni hech kim ipas bo'ldiganlar gapda. Buni bilamdi bu beg'arazlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel. Mijoz olishmi? Boru so'zi qanday qadash? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, qandoq mudir, tinchmi? Ahvolingiz yaxshimi? Qanday ukam, yaxshimisiz? Yengmalla kelib qoldingizmi? Bo'ldi, herhalde yaxshi. Do'konda mollaringiz xil to'liq-ka. Asosiyatdan to'liq. Bir narsa lozim edi? Yo'q, soatkam yo'qlab kelishibdi. Soatkam o'tib bormi? O'tib bor. Şah. Voy. Ben solda. Qara adaş. Bugün hakini uçurtup kaldım. Onun kızı kaçıp ketkendim beri. Bir kısmalı bu kaptık.
Oy qiz bola deganni-chu, yaxshi o'qitmasa oqibat mana mashtaq bo'ladi-da. Şunkola deydimiz odaş. Kızın olsa segek kol. Elçikesi begek kol deydimiz mi? Shundoq, shundoq. Bugün ben mahal çoğularını yoklaş. Ulanın bu mahal işlerini yaxşılaş şun. Kanda kıymetlik teklif fikirleri var. Şunu bir egallab işlemek bo'lgan xizmatlarimizga yetakchi qilib olaylik degan shu soatga yo'qlab kelishim. Voy, yaxshi ish gap. O'zim boshlab chiqasizlar. Açıksa unutib qolibman aka. Ha bu siz aldirishga bo'ldi o'zimiz kiraverlar. Satildi mudir ha? Ya chiqsa. Ish ko'chib kiravermadimi? Tatmanlar. Baqlab kaba. Buru darozı uç qilsa to'qila qochdi. Ming yerdan qilsa qo'ysa odamlar qochagan bo'lib ketdi. Hey, o to'xtaman qashiqi o kishilar akirib beradi. Oy, mana odamni o'qishi olsalar, so'rasangmi bermaydi ekanmasmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom, kelinglar. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Oy, balarim bu sizlarni taniyolmadim ben. Saatga meni unutib qolibsiz-da. Ben yuqorini o'rlashtirish bilan mushak tushgan kadir. Bu meni xizmat ishi. Oy, bir ham tushib ketdim dedingmi? Bir yere tushib ketdim demidir bova. Yuqoridan tushgan kadrman deydi. Yuqorisidan tushgan kader. Jirong o'kirmiz yo'qlar. Qani o'tiramiz. Biz bugun mahallagi pishqadamlarni yo'qlash, bizim xizmatlarimizga qanday taklif fikrlarimiz bor. Shuni bir egallab boqaylik deb kelishimizda. Yaxshi bo'pti. Qara bolam, men bu mahallada yashayotgani 70 yil bo'lib qoldi. Nurg'un kadrlar tushib chiqib turyapti-da bo'lmasa. Endi bu sen nima qilib berasan-da bizga? Bu savolni nihoyat yaxshi sordingiz. Bu qidim to'yaga tushgan kadrlar amaliy ish qildi. El rayini bilish, elni mayil qilish, eliga naf yetkazish xizmatimizning asosiy melodiyasi. Voy, bu dehqonlarni millioner qilamiz dedingmi? Ko'rsak, uni bo'lib qolar. Meni ma melodiya deganim xizmatimizning yo'nalish nishoni deganim. Sizlar bu ma'lum ish qadamlari. Bu ma'lum yaxshilash uchun yana qanday xizmatlarni ishlash kerak? Shu sizlardan bir fikr olaylik deb kelishimiz. Voy, yaxshi. Qara bolam. Endi balam rost gapni qilsam, biz cho'nglar nurg'un ishlarni ko'rgan. Hozirgi sharoitimiz bo'lsa, burunga qaraganda osmon zamin farq qilib yaxshi bo'lib ketdi. Endi bu ko'z oldimizdagilar gapni qilsam, mushu yo'llarimiz aytiyaz kunlar yomg'ir yeshildi, shunda patqoq bo'lib ketadi ekan, endi qara, kalashlar ketib qolsa, shu patqoq qurgan vaqtida aram evolatdik degina. Mana hozir yo'llarimiz moylashib ketdi. Oyog'ini bir maylab qo'ysak, 10 kun paqirib turdi emasmi? Saatga bu o'yini o'zing silib oldingizmi? Oy balam oy, men bir katak salamayman. Bu o'yini qanday salamayman? Demak bu o'yini selishda ismi tinch chiqadi. Hukumat amin uy qurilishiga kirgizib yordam berdi. Shuning bilan mana shu ayvon saroylarni silib oldi. Hey, shu hukumatning amin uy qurilishining foydasi bilan bizda bu mahallada ko'na uylar xomiga qara. Hey, uyni ko'rdingmi? O, qizil qadir o'yinimi? Nah shu. Endi bu uy kimning bo'lib ketdi? Kelgusisini cho'ng opam o'ynash. Muborak bo'lsin. Yaqinda to'y o'ynaydi ekanmiz-da. Shunga kech kunduz bozorni inson tilayotgan gapda bu. Shunday. Bu yangi uylardan yomg'ir ishini xotirjam kelsiz-da. Xotirjam bolam, xotirjam. Shu rahmatli cho'ng ana bo'lgan bo'lsa, mushu uylarda o'tiradi. Ko'nglim buzmadi. Bova, necha olingiz bor? Meni 3 bolam bor qizim. Cho'ngi o'g'il. Buni Talla bozorining ichayotgani shu. Buning sodiq bek ipva. Ikkinchisi qiz. U Abdulmuroyevning xalq hukumatida ishlaydi. Endi kenjisi shu? Onun gapini qilmag'ina bolam. Uning gapini men sana kerak deb bilaman. Bolarimning ichida nabaproq chiqib qolgani shu. Tutib bo'lsam zar. Qilmashman birlar ham kelib. Voy bolam, ne bo'ldi? Bu o'zang so'zlab qolsan-ku.
Canım apa. Ben mahalden köçüp gideyim ki. Oy bola, bizden məldi gün baldır çıkıp şunun uxlatma atam seni. Vay canım apa. Endi sen mi beni uğrun demekçim ha? Undaq demedim balam zat neme kötüse. Ama şu kamlaşmagan lakam düşünce o buna. Vay endi o mu uğrun, bu mu uğrun? İşlesi mi şu, işlemesi mi şu? Endi kopap, endi o məldi küçük bala kaldım ben. Vay be hazır ben kilo bassam öyle gibi. Ben məldi uşak bala oynattı yine. Şunu mesligim kepir, erkin tut koymam ben bulanı. Nimdeydi balam? Şunu kopapa bala nimdeydi şu? Biz bakkan toku olan. Tuğanmaydı tuğum ne? Yaki doğrap kaldı mı? Davut diye uğrunu dedi. Tutuğan bolsam tokuğunu jundugandek çaşını junduk ettim de. Niye kamlaşmagan lakam deymen de canım apa bu ne? Canım apa. Bu dadamdım ne bu bizge kaldı deymen de bu kamlaşmagan bir lakam. Ey balam. Bu dadamның ah köngül, işcan, parasitiga koyulgan kinaye. Kinaye gep. Kılaye? Oy balam, kinaye emas, kinaye gep. Aşı ballarının degining mi kapımıza oldu gep. Vay apa sen manda desen ben rast köç gittim acaba hem de. Oy. Balam, bu kunda gep. Bu bizden gelip Abdul Çoğ dadağını bilirsen go? Bilmem. Şu Abdul Çoğ dadağın şu məhlik kelgendi şu, şiğinin aldıdı bir tip egiz karayağaç vakti. Hemme məhlikler şu Abdul karayağaç dedi. Şunun bile açık gibi karayağaçını kesivetti. Kesivetkende Abdul kütek dedi. O kara. Kütekni açık gibi koğuluvetkende şu Abdul godan dedi. Uydum. Açık nereden geldi? Şunun uylansa küç ketti o məhlik. Ketkendikin Abdul Kaşkon dedi. Vay. Şu kıyırgan diyen inip geldi digine bu məhlige. İnip gelse Abdul Erva dedi. Vay. Bir ömür lakam söyleyip yürüptük o Abdul Çoğundan hem de. Lakamdan kaçsan başında bala kalsın bala. Işkınıp nemdi sana da yap aşkım. Ben pek toydum bu lakamdan. Onda deme balam boldular. Bu gapni tügüteyli balam. Nim tamak yeyse tamak etip berek. Ketmegine boldu bu sıkt ezmen izi. Ay abla yani şunda değilsen. Polo yeme polo mu? Ben polo itip berme balam bana hazırla. Hazırlamıştı. Tamam. Yaşların terbiye işleri merak bulatıdı. Vay şunda yaxşı digine balam. Hazır yüzümüzde iş kütüp doğan yaşlarını çok. Biz her xil kesip, her xil kurslarda haksız ügütüvatı digine. Maluma hoşlanma bir kız oldu kan. Şu kursunu bitirip çıkıp, şunda seype olup gitti kıra. Maluma ağırlarına istediğin şu tikpede. Ha şu önünde kızdı. Hala. Saatga, bu yıl kaç yaş kırdınız? Biz yıl 72 kırdım. Sizce? Ben bu 70'e ulaştım bulam. Ondaq bolsa şikanlarni iş çoyup qaptı. Ağır silahlardan hali bulamayızlar. Müştaq vaqtlarda təşkildagi sizlarni kelib yo'qlab turamda. O yoklap durdu, bek onda yoklap durdu. Kara burunlarda biz ağrıp kalsak, koymaydın başka neyimiz var deyse, boyan kulak arlaşlı maylap yiğit kalattı o. Ertikende kopsak, tekiyle may kara. Oyraz, dedi ki, nemi kılıç davalaştı? Hamkorlashib davolash. Şu. Bu mengo pensiyada balam. Burundan davalanışım var. Hem de bazılar, bu hamkorlashib davalash dese burun qo'qqan dedigina. O yaxshi tursa, nimadan qo'rqib deyman savodga. Voy, nimadan qo'rqatdi? Bu hamkorlashib davalash desichu. Shu doktorlar o'lash kirib ukol saldigan o'xshaydi deb yuribdi bu xalqdigina. Mana shundalardan birnechasi bu og'rib doktorga yetib qolgandi. Buni Raskutni hukumat chiqarib Bekog'i degan xil davolanib chiqibdi-ku. Mush xo'shlikdan besh ko'k yetibdi qara. Rasoy, voy. Bu hamkorlashib davolash degani bu doğru hukmni ko'targan bilan buni yeb ichganni ko'taman da. Qiziq gap qilgansiz. Hozir partiyaning siyosati yaxshi. Buniki bo'yishlarni bo'qmoqalar. Bu maldiyani saqlatgan qanday masalalar, qiyinchiliklar bor? Qiyinchiliklar yo'q, balam. Bir necha saranglar bor. Bir qism saranglar qara, o'sha xotinning ustiga necha xotinni yurib boqmay, bolalarni yetim qilib yuriydi. Birini jidinga bassang biri, birini jidinga bassang biri.
O kudiylik, koşmaylık kalemdekla. Hadi sana mı ki? Yani çö. Ha hükümet yardım kılıp yeni ösüyün ola dese. Ha bizim mahallenin tövendikilik reyim sepiradigen yana azırak turup dursak. Bütün pulunu hükümet özü çıkarıp şu öyle hükümet özü sepirdi o da tatillik kılıp ta hazırgıcılık bana şu konu öyle oturatmam da. Ne olma? Buva, uyuңuз планлык туутуңма кіремді? Ne mi deydi oy bunu kızım? O İslam'ın o kirgicilik koçiti birisinden bunu sağıp tuğdu da anlamagasılar ha? Keçiren sağlıkken. Hizmetçi gepine hata so'rab qo'ydi. O'zingizning turishda qanday qiyinchilik ishlar bor hal qilgan? Şu qilchi banda eplib olsam bo'ladi-ku. O'g'li boqma qalar. Chaqchaq qilib qo'ydim, balam chaqchaq qilib qo'ydim. Menda qiyinchilik yo'q. Bizning bir tuqqunimizning qiyinchiligi bor. Qanday? Bu tuqqunimizning bir qizi bor-ku, qara. O'qiyib qo'yibdi. Voy, nima ish bo'pti-ki? Voy, o tuqqanning qizi endi 16 ga kirmagan qizdi. Qechib qo'yibdi emasmi? To'y qilish ishi to'shmaganlar nikohlansa qonun oldida javobgar tatil deb aniq belgilangan tursa. Yurishlar qishig'i bordi. Nega deysan oy balam oy? Atqini o'ziga kirib, qizni qichib ketgan yerga bordi. Ular qonun oldida javobgar tatib qolmasa deyman-a? Oy bu endi bir oran kelgan vaqtida baldirim bir aytgan choy olsun ichib mangmonsizlar deydi. Bu ish pek muhimki. Çayni kiyeraksiyamiz ha? Bo'pti unda bo'lsa, pekaling borda. Ba. Bu muslimin bor, mening ishim tazroq shabosh. Bu ba. Yurundan tavsiya ederim. Dada ne tabak ise? Dada? Oldu. Ne kılarız ha? Ne kılarız ha? Bak. Oy bunu partok nimidiga yarashqana epizikda. Yo'lishimizdagi ishdan kelmabdi-da. Vay dada, chaqchaq qilmag'ina. Ne ketdi? Ballarning tushdagi maktab politi bakantu. Uncha bular kiyimib birmada bozor chiqatdi. Amsini kelib qolsa, qo'shiq ichib ketmisin deb tamoq tayyorlayaptimi? Oy, bug'doyning balisi qarmoq suv ichibdi deb, shu o'z nafsini deb mustaqib ketib qolgansa, aqchan. O sening uchun qo'shiq ichib ketib qolsa, para jubachiga o'xshash. Uch tumishlarni yazib berib ketadi-chu bolam. U degan Parat Baji, men degan Salli Bora. Oy bolam oy, sening musturquncha, xuydurov, ash Parat Bajining o'zi lazat. Bo'ldi dada, qo'lingni yuvib, endi dasturxonga kel. Men qo'shimni astalib olgan bolam, bo'ldi. Yuqoridan kelgan kadr yeni kirib ketdi. Bozorga bir mehmon qilmoqchimda. Ey bolam ey, sening bu xiyolingni yeb ichadigan boshqa xiyol yo'qmi? Ey sen bu shu iqillik qolib o'xshash o'quvini qarab turmay, va beshingni ko'tarib u yoqqa nazar sol dedim bolam. Qo'roq kirsam ko'rinmadi. Uyga kirsam yo'q. Mantiqsini. Xalchindamni uyga qichib ketgan o'xshaydi. Oy, unda biz qochmaydigan ishni qilmamsan. Şunu bilan o kadr bolalar ne qiladilar? Oy bolam oy. Mushu partiya hukumat
Yezi kenetdeki dehqon chorvachilarga nima degan yaxshi ko'ngil bo'lgan ha? Rost aytsa dada, haqiqatan ko'ngil bo'layotdi. Bundan keyin bog'i turmushim texim yaxshi o'tdi. Shundoq. Bizning bu mahallaga yuqorilik bir yillik tushgan kadr bor-ku. Ha. Voy, nima degan chechan bola voy u. Bak o qanday qilsam bu xalq uchun bir yaxshi ish qilib beraman deganni o'ylaydi ekan ha. Şunu lan o kadar balgan. Ne var lan? Voy, sana nima bo'ldi voy bugun? İşte bo'lmadi dada, ham deyman endi. Ey, sen meni kadr baltın kullayotmaydigan sen ha. Vay, yo'q gapni qilmag'ina dada. Ham meni demoqchi o'g'lim, endi nega vodinglar bilib boqay dedim shu. Nega uratdiq bolam? Ben o'tganda sana dedim-ku, ilki Hakim Kağan'ın 16 yaşga kirgan qizi qechib ketibdi de. Şu kadr bola bizning uyga kirgan vaqtida shu gapni dedim. Voy, cho'ngda da bu ish qonunga eng cho'ng xilof ishga buni oldini olmasak bo'lmaydi deb shu yerga chopdik degina. Shuning bilan qiz qechib ketgan tarafga berib, hasikli tarafga xizmat ishlab, qiz to'y eshigi toshqandan keyin-ku to'yni qiladigan bo'lib yondirib keldik. Dada, yaxshi o'tdi dada. Demak, ishlar chiroyli hal bo'lgan bo'lsa bo'ldi-ku. Ey bolam, bu o'qigan odam degan bog'u alomat qoltis bo'ldi ekan degina. Endi Hamid degan bola qara, o'sha hukumatning qonun farmonlarini bir so'zlab edi. Voy, yili qilib, g'ing'ilmay jinni o'tir qoldi. Ben abalı deyişip koydum kana. Bu şu eldekilerinin sanat resmetlikini yukarı götürüş için bu şu pat arada bir sanat faaliyeti ötkezmekçi. Biyu. Qiyirgan chaqda so'kdi ekansan dada ha. Voy bolam voy, bu sanat degan bağı bizden qolgan sizlarga. Ey, birovlarning ilqi bir tutatan bir çalsa Destiçi bulbul kondiken degan gapni anlagan bo'g'iydi. Anlagan. Ha, shu dutta tabirlarni mana bizcha olgan. Senin dada, o vaqtlaring var-ku, yosh vaqtlaring. Hozir qeridan, hozir dutta tambir chalsang var-ku, bulbul emas, öp-öpmi qo'nmaydi. Vah, buni qara. O'z, vaqti kelgan ko'rib qolarsan shu bizning paytimizni. Demak dada, hokim akamlar qizini yondirib akilib, azroq bo'lsin xotirjam bo'lib qoldi dedigina. Hem de o aslında söz çöçek buludu o bana. Şu. Aynı vakti demençi onunla. Oy hakim bunu kızımı orada oku desem kız bana okup ersalarına çıkam diye. Bunu dikkaçılıkım karşı bir dödep bana ondan karıştı bana. Hem de olsun keçikmeydi dada. Öz kızın var o, biraz terbiyeles merkezde okutup koysun. Hiç çıkılmaz mı dada? O şunda kıldıkan bulduk bana. Bizim bana ait ki kesbi terbiyeles mektubu var o. Buldu. Şu mektepke Hamid degan bola yo'l minib, 2 yil siyat o'rganib kelgan bo'ldi. Vay, Allah rahmet yaxshi o'tdi Juma dada. Men shundan xush bo'ldim Juma. Bek obda ish qilsa dada. Bizning mala ajoyib mala. Bag'ri uning bag'u güzelli düz kırları hey, derya boyu hem gül çimendur. Şunca güzelli düz kırları hey, derya boyu hem gül çimendur. Bizim melek keramet melek, vah alamet ademleri var. Çakçakçımız İsa'm kurbanın hey, ızdımangan şagirdleri var. Çakçakçımız İsa'm kurbanın hey, ızdımangan. Gözde çıkmayotgan, uyda begilib o'tirib, do'kondan chiqib, choy ichgach, o'tgan kesingdan qarsam
Ko'ngil ichib baqib, ko'ngilsiz o'tdiysan. Balam seningcha bu yolg'izlikdan qutulishning bundan boshqa doğrusu yo'q degina. Buni nima dada? Gapim faqat tushunadimi? Balam sening mo'chining nimita? Voy, dada unutib qoldimmi? Qoldi. Shu. Sening g'amvaqtliqing bekor emaskanda. Voy, dada, bo'ldi qilma. Bu g'amvaqtliqlarga maqsadimni uqtirib murodimga yetkicha quyruqimni qum bosadigan o'xshaydi meni. Voy assalom Solih. Va alaykum assalom patentlar. Qanday ahvolingiz? Yaxshi. At deganda suvdiqlar deb kelibsiz-da. Shu sizga ozroq suvdi qilib beray deb keldim-ku. Davud o'z kasbimda. Kecha ishlamaganda u. Voy nimalarni deydigansiz? U kecha ishlab pul topgan bo'lsa, men kecha kunduz kiyim tikib, bunchalik jabot tatib ketmatdim Solih. He. Men qarang patam, uncha ketib ketgan. La golning g'imini Xudoyim qildi deb, u bechora boyqushqa sizga o'xshab pufti ishdik, og'iz chaqqan xotinni aytib qo'yibgan. Bo'lmasa qanday qiladi? Rostaysiz. Hamma odam meni patam vat deydi ekan. Xo'sh, nima desam bu? Shu emasmi? Qarang, uning bilan o'tib tutgan 15 yildan yaqin shunday vat qilibdimisam, uning ash yavaşlıqda bu kam sarang'ib ko'chaga chiqatdim Solihmi? Rostaysiz, rostaysiz. Ha, nima sizdan ha? Mana ikki boqol yetib bering. Ha. Mana. Kichiklikni. Voy. Bugun uyda mehmon boqishmamda. Ha, mehmon chaqirgan uyga. Davud og'illarni chaqirmaganda? Voy yo'q. Uchi hozir bekorchilikdan bekor bo'lolmay, yanchiqlarning astarlari teshig' o'rilib ketdi. Ozroq pul topgan dinida bor og'aylarning birisimi qolmadi Solih. Hey, shu. Mushundaq jahonga bu. Bor vaqtida puldiring, yo'q vaqtida qarab o'tiring deydigan. Voy. Mama qatlamsiz siz bilgansiz a? Bilmadim. Qarang patam. Hisoblagan. Hammasi yo'q. 120 so'm bo'pti. So'mni baldiq qilib deydi. 120 so'm bering. Ya Allah, pulni danga uningdan. Shu pulni siz Davuddak nesiga ketmaydigansiz? Qiziq gap pulsiz-ku. U nesiga yetmangan bilan sizmi bo'sh kelmay, bu kigiz tosh taptiringizdan bir bochika yezib qo'yasiz aqchan. Har oyda u bechoraning nesilarini men to'lab kelyaptim. Hey. Mau narsani ishlab turingizmi bochika yezib qo'yibdimsiz? Men qarang patam, o'zingiz ko'rdingiz, men do'kon ich turishi bo'la. Ey Solih deb kirdingiz. Bo'liqi demak men dastlab qilmadim. Dastlab qilmay turib qo'ygu, nesi bersak bo'lmaydi? Dastlab qilmadim da. Albatta. Hey Solih, mundaq yo'g'on do'konni ochgan odam, men naq bilan nesiga chidab ochimiz mundaq. Bo'lmasa, o'ylamay shirtam etibdiman. Bo'riga yo'ginib 10 kun etibdiman deydigan ish bo'ldi Solih. Yandım keltirasiz beni siz. Men qarang patam, men siz degandek rost bu dastlab qilmay turib bergan bo'lmaydi. Bo'ldi. Unda xo'soli gap qilmay, serg'izingizdan chiqib oling ha. Mana, puli. Endi bo'lgan. Voy, yana nim bo'ldi? Voy, sotgan ketay patam. Men siz dedim-ku, dastlab qilmay turib bergan bo'lmaydi deb. Voy, mana ikkita serg'iz ilib, men pulni sizga berib, dastlab qilib berdim-ku mana. Yetami shu? O'zimning go'shini o'zimning yig'ida qo'rdim deganmda. Yey, bir er kishi o'g'anda ekan, qo'rqmay bir turing ha. Qarang, bugun kechda merdiki xotinlar bilan o'ynagan 100 ko'yliq bir chayimiz bordi. Shu chayni men bizning uyda qilib beraman. Sizning xotiningizmi bordi shuningga? Shunglashqa, choyning pulini epla. Siz yo'l qilmaychimi? Solih, hargizdan turma. Ma'qul men ketdim xo'sh. To'a. Oturup sen de dada. Oltomay. Asmanda uçup kaysam bulam sana. Bugün hava arayı çataklı. Şamal çıkıp yağmur yağandı neme? Hey. Şıvırgan çıkıp kar yağmağanға bir hoş oğunasın.
Vay canım dada. Bir obdan kayfiyatını bozmagına. Qara, yengini üstel o'rindiqni oldim, qurashtirib o'tib, ko'rib baqa. Vay kötagina o üstellerini. O degan senin baylıkın. Benim baylıkım emas. Uy, biz farzandlar bor-ku, sening haqiqiy boyliqing. Hay balam oy, o baylıklarım için o. Haqla oğulap tükütüp oldu. Kim o'g'irlab ketdi? Mana qo'ldim tumandim. Senin balam, aldımda tursanla hesap emas. Kız bala çoğun olsa er kişi oğurlaydı. Oğul öğlense xotin kişi oğurlaydı degandek. Vay boldular, meni to'liq gap sanmay, ma talla bazarının aşkına mana juga. Ma gap ne? Sen demakchi bo'lgan tushundim. Sen allabirdan o'g'rinib bo'lding, xotiningga demakchimi? Dada, ma gap azroq ish ketdi-ya. İşip ketken bo'lsa-chi balam qara. İp qo'yib, kunda bir qo'shiqdan ichib be. Bak kızım bu, sen bak kızım. Ova, müşahederek Allah'a emanet dada. Assalom, yaxshi turdingizmi? Yaxshi emas. Ya Allah, et deganda bir yaxshi gapingiz yo'q. Yaxshi turdim desangiz bo'lmamdi. O'zingiz et deganda uyg'otib, ahvol so'raydigan vaqtlar kelgan vaqtida unidagi yaxshi turdim deyman. Bu beshingni yegi qeri. Bir yaxshi gapi yo'q. Voy, kelin qachimda? Bolam. Birini lazım etadi? Ha bolam, va tatliqtirimlaringdan bagina uyga mehmon kelamiz. Ben sizin ko'nglingizni tanlayamayman, o'zingiz tanlang, ha? Ha, bo'ladi bolam. Men tanlay ekan sana. Voy, qadiming muborak bo'lsin, dada. Hozir do'kon kirayli, jura kirib baq desam, yüzden kirmem do'konda o'tirib kiribsan-ku. Hey, menço, xolsam kirma. Xolmasam kirmayman. Bu ishlarga uchun sen bir aralashib ketsan bo'lmaydi. Voy, buni xizmatdan nima olib kel, shuni yaxshilarini bir tanlab bergan sen. Men tanlab oldim bolam mana. Ha, achikdir, mening ko'nglim achikdir. Dada, ben de hesap qilmadi. Voy, balam. Eslatni men qilma, oldirmay turna. Bolam, hisoblig'ini necha pul oldi ki? Sizden 60 so'mlik dada. Voy, bo'ldi, bu mening sizni mehmon qilganim bo'lsin, xilchiban bo'ldi. İçki devirine bo'ldi. Voy, bo'lmasa dadam degandek bo'lsin. Bo'lmaydi bolam. Ola mana 60 so'm. Tanlab oldim men qo'shim. Voy, xilchiban voy, ma. Kapsini. Voy, bunu tiyinni olma deb tursam, yani ivatsan qo'y. Olmasa qanday oldu? O Davut degan o'g'ilmi butun narsani nesiga oldi, nesi deb to'shib ketdi. Buni narsani bekor berib bersam, hamma narsani bekor bergan bu xalq ishi idorasi emas? Voy, qanday qilsam qilgina bo'ldi. Qiziq bu dadam. Hammani bekor qildi. Voy, Samim baba! Bəysə daxay xana yaxşımı? Ahvalınız yaxşımı? Obda tutumuzmu? Xudoga shukr. Opayla qolqanlar. Apa yaxshi turibdi. Hamma salom aytsizlarga. Salomat bo'lsin, salomat bo'lsin. Ha, Savutqam salomat qandaroq? Yaxshi turibdimda. Voy, rahmat og'ay. Shunday yaxshi o'rtab turibdi. Yurma, mayada bir narsa bo'pti. Ma bir qog'dan chiqqan qaraqat debdi, shuni murabbasi. Ha. Voy, ishadiki. Savutqam. Yana xo'ram qo'shniga taqib bergan-a. Voy, og'ay. Ne yop avurab yursiz deyman. Jil, samoshdanasi akilsiz, o'zingiz qilyapsiz bo'ldi emasmi? To'xta, aka, men do'kon taqibdi, ha, bo'ldi. Bu Raus cho'qyapsizmi buni? Shu, cho'ng aytib oldik. Voy. Fayz bo'pti shumi? Ha, tak fayz bo'lib ketdi shu. Ha, boldiringiz yaxshimi? Yaxshi, emizsan. Obdan kelsa, og'ay. Ha, yaxshi. Savutqam uyda yo'qmi? Dadam og'aylari bilan shaxmat o'ynagan chiqatdi-ku. Ha, cheka. Oqsoqolning salomati yaxshi-da. Rahmat aka. Quloqdan boshqa hamma yer yaxshi. Fikram. O'ylab qolsam bo'lmamdi. Voy, og'ay, sen hammadam degan gapni aytsan-ku. Dadam unmaydi uningga. Kim deydi unmaydi deb?
Siz so'rab boqdingizmi uningdan? Voy, endi u kichik bola bo'lsa sen o'ylab qo'yay deb so'raganға. Chaqchaqqa ag'ay. Ay, ukam, yashinib qoldi qara. Yanında bir adam ko'ngil bo'lib turadigan bir adam bo'lmasa bo'lmaydi qara. Ukam, bobay manda bir bisharat qilmadimi? Bisharat? Ha? Anam rahmetlik olamda o'tgandan 10 yil bo'lib qoldi. Bu 10 yilda dadam onamni yod etib keldi. Biroq yaqin yoqib yolg'izlikni jidilni qilib olgan bo'ldi-jimi? Mana debdi-ku. Qotnapma debdi-ku mana. Ashni o'z o'ylab qo'y degani-jimi? Yana-chi? Yani bir kuni muzlab ketib bormaydi. Muzlab ketsam deb yo'tqonlarni qiylab qilib berdim. Uni keyin tekkilib top ko'p bor-ku, shuna gapadim. O top ko'pini 2 ishlatib tashlab qo'yibdi. Yana-chi? Yana bir kuni qara. Mush ketish yazsam, dindan qichikdi-du, tatlayamayotganman deydi. O'ydada undan o'zi deb bozorda tatlash bor-ku? Oshna gapadim. Gapasan nima deyapsan? Nima dedi? Ey bolam, sening mo'jizaning nimada? Deganda, "Uy, dada, uy mening mo'jizam kala" desam, "Shunglashqanda" deydi. Götke, mana ko'rdingmi? Vaqtida o'ylab qo'ymasang, sen yana boshqa bir narsa o'qishni o'tmasin-jimi? Chapsan, ras. Voy, beysanka, kallam yana bir g'amni kirgizatding-da. Astagfirullah. Endi shu urug' tuqqanlarla o'yishib baqsam bo'lganda bu ishni. Cho'qim paranglashmi? Ha, og'ay, o'zimizni gapga kelaylik bo'ldi. Ha, shaharga bir jumuslar kelganmi? Ha, fikam. Elqi bizning sayohat o'rnini bilasizmi? O, bildim. Ashning yanında cho'ngroq bir jilg'i bordi qara. Ha, bo'ldi. Ashni kengaytib ashaylayaptim qara. Azar sayohat odam degan bakchiq qara. Shunga elqi Davud o'rin Davud o'rin ba. Ashunda bolalardan 4-5ni tanishtirib bersa qara. Xizmatga o'rnashtirib, maoshim beretdim. Bulamdi. Bak yaxshi bo'pti, aka bak yaxshi bo'pti. Bo'ldi, bu ishlarni xotirjam bilan o'zim bir taraf qo'ydim. Ha, yaxshi. Dadam desam, dadam qo'shib ketdi. Mana gapaysanka. Sening bu ishi cho'ngib qoldi aka. Hadimizning bu ishi cho'ngib qoldi. Shunga u tog'ni yuravermasdan, buni topdinglar. Shakirib jamoatdan orishib o'tgan bo'lsam, bak yaxshilabdi aka. Shunda fikrim. Biroqchi, men o'zimcha yayloqqa bak uzilib qoldim qara. Bir kun bo'lmasdan tushimiz kirdi-jimi? Ras. Iliq ko'nlar mana bir maqol tamsil bor. Kuygan yamonmi, ko'nganmi, ko'ngan degan gap emasmi? Shu bilib qoldim emasmi? To'g'ri. O mening ma uzun turarim. O sening bolang bilan birga o'ynayapsizmi kunda? Sen uni taqach ketgandan keyin, o kim bilan o'ynayman, zerikib ketdim deb to'la beshimdan qartdi. Kanikul bo'lay deb qoldi-ku. Mashinanga bobayni qara. Kelinni, shu uzun turani boshlab qara. Bizim yayliqib boshlab aqiringlar. Azir paxlanib pishib qolmasmi? Bir tarafda avayigash, yayliqni ko'rgash qaytmamsizlar? To'g'ri. Geçmişimiz şu. Ustalar bazıları bir kavup bulanmaylar yine özen köydün var. O tügümeydi kara. Işık o tügümeydi. Babay ne? Bir gün ulanıp çıkma aka. Oy, bugün bir kapı değmende bu kapma. Kara beysen ağay. Meldikiler beysen çay verme diyen de çayını kaçan bir de dolu depti yine. Fikam o cadımda bak kara. Kız bolsun kara. Bir 4 çok koşkan bekivatım kara. Semirip aç ilk tak büyük etti cuma. Yani küçük bir mozaybat az çoğu kalıp etti cuma. Kız baba akta taktan düşüp kara. Çayını ağız kılımız cuma. Boldu çataya. Misik dep kıyayım. Ana akama yemişler dağına. Assalamualaikum, Adaş.
Vaycan, vaycan. Oy, nimancha esnaysan, nim bo'ldi, nimancha esnaysan? Voy, ma dep ketgini esnisan, men esnidim. Voy, ya biz senin ağzını icarı verip dedim mi? Ya endi esnasanmi, adaş ağzımda? Yepek mında edep bile esnaydigan narsa. Oşta yo'g'u içip Afrikalik sukasda qilib bütün tishini talatib esnamsan? Ağzımni yapamdım, açamdım, özümden ağız tutsa. Voy, sen bilen nima işteyme? Voy, bir işini kısan. Voy. Bek yo'q aytversan, chivin kiribdi. Of. Ve adışım bu çivin kremdi o, paş kremdi o, benim ağzıma. Vay zaten sen bilen neymiş vardı? Vay. Kısaqgina. Inkin ajraqtidi. Ey. Soat 11 bo'lib ketdi. Qanda qonmagan uyquga o, nima asnash o? Şu canım ada, şu keçiç, qalaymi qal, şunu görüp uslagandek bo'lmadim deyman. Nima tush ko'ribsan? Anda olsa hech kimga demayman. Ha. Oqshom tushimda o'qira. Top o'ynab tutishyapti oxira. Anam keltirib, varaqani turibdi degina. Tushundo'sizmi? Aram oldigan ishdan qilsang bo'lmamdi. Varta dop deyalem tushmay. Men so'rlarni ko'ngilingni yaxshi ishdan tusha. Yo'q, nasib tushayotgan kesasanmi? Mana. Ömrümde dop oynab bakmagan balı dersen bana. He? Canım adaş. Ben o sen degandek sorunni, aram iliştani tushsam, varataga top kirkasa, qana qilsa? Ömründe birin dedin ha? Geldim ha? Nimaga aylanib uzapsan ha? Qarang, mana gap adash qarang. Ajab yaxshi esim kelib qoldi. Men seni uyingni izlab boray deganda bir ish bilan. Benim uyimga. Ha? Sen. Ha? Ya adaş. Hem de aş nisi pullarini söylep, mening uyimga boray deganmidan, xuddi men bir ko'chab ketadiganday o'zingcha. Va, menim dediganda. Nisi pulni ish emas. Mana gap, men sana bir xizmat deb qo'ydim. Ha, ne diyeyim onu? Ne bu hizmet? Tog'ni yaxshi ko'rsan. Tog' ne? Ha? Yo'daş, xotinimni mi pek yaxshi ko'rinchimi? Voy, yaxshi. Sapavaga manzaralari va o'yda qimiz, qiza, o ayronlarni ichkasa. Res. Maqara, yozinchi bog'u sana tog' turgan ish bor. Bir yoz? Ha? Adamchanmig'ina, adash. Yazıcı, mal oqamdimmi? Annem dediganda. Ve kimsini mallaqsin dedi. Undaq emas. Ma Beysankan bog'u qara, toq sayat o'rnidan chiqdi. Qarshi bir odam bo'lsa kerak deganda, shu sen dedim. Qanday, Beysan? Vaqtlar va, nima deydi o mavva? Yo, shu. Endi men qilmagan kuchkuchini qilganmi? Qara, tap qo'ygan xizmat tutdim. Nima xizmat kerak xizmat? Ey, seni bir odam kuchkuchi qildimi? Gapni oxirdan olmadi qilganim ekanman u. Undaq emas. Undaq qilib, me'morlar qaytsa qaytdilarmi? Ay, o kelinglar, kaptirasizlar debmi? Pul chiqdi, pul. Boshqa ish yo'q jinim adash. Shunda o'ngay ish u. Ha? Yaxshi gap. Yaxshimi jinim og'aylar? Lekin biz shu asta. Yaxshi. Lekin bu romatizm kesilib emasmi adash menda? Ash taqi chiqsam, ash nam so'g'oqda so'g'itib qilib, kesilib adab ketmasin juma. Ey! Baramsan? Voy jinim adashim, basam bu pek yaxshi bo'ldi. Lekin mana men romatizm bor adash menda. Men o'tgan yil xotin degan uyning zo'ri bilan paxta tagil berib, paxtaman so'g'ib kelib ketib, uyda bir oy yotdim adash. Bo'lsa. Paxta desang, so'q keldi. Paxta etganmi? Yepinib yatsang, so'q kelmaydi. Shundaymi? Bamsan bamig'na?
Assalomu alaykum. Assalom. Qara, Qadara qadash. Yaxshi. Sana alashma. Yaxshi-da. Kimga qapsan bu? Deganda kimning kelgisi bor, sening bu tallavoziranga mushkullarda. Ha? Sening ma tallavoziranga keldi degan gap, yanchiqdagi bichar pulla qerinishdan orildi degan gap. Alo, yo'q, qilyapgina. Bir egizga qilib, 10 egizga qilib tursan ku. Ha. Nada? Sorunda. Bu nada? Sorunda. Sorun degan o'rin degan gapdi. Ha. Uning ustiga bizi o'lja sayohatchilar qiliqsiz keldi adash. Kulliginglarmi ag'inam? Kulliging ming aylandi, ming Qiziq qilsan kelsan. Kulligimiz ming so'mdan aylandigan sening ma tallavozirangma men. Uy sen meni hammaga pul uchun bordi debsan? Uy. Oshtoqlar bordi? Onog'imlar bor. Borki bu. Biroq bu İslamkan başçılığındaki iyilik xalq çaqchaqchiligi vakili qilolmaydi ular. Biz vaqo men xalqning ko'nglidaymiz, qara. Ma jutning obro'yidaymiz, mehmonlarning yuzidaymiz adash. Mana aytgan g'ururdak deganda qimig'ini avasan. Maki bu bo'lmadi adash seniki. Voy. O'ranjimigina savdoam ketay, ranjimigina. Hey, maqara. Mush kiping uchun adash. Bugun mush talla bozorga butun narsa haqsiz mulozimatda. Uy. Xo'shib ketding ha? Deganda dastlab qo'ygan vaqtda mana bir nimani bekor qo'yib qo'yib, kashk so'da qilolmay deyman. Men tillab o'tamig'im. Ana o'zing bilan oldigan narsam sal jiqara. O'qishmay shildan yetibdiman. Bo'riga yuginib 10 kun yetibdiman degandek ish bo'lsin. Bir stakdi. Va alaykum assalom. Ana aka yaxshimi? Andra yaxshimi? Yaxshimi? Yana sen bu to'nilganda qilaman ku. Ha. Ular nima hojin? To'xta. Hoji emas. Baji devegin. Ha, baji. Sadaqa ketib chiqam. To'xta, nima bajiti? To'xta. Perat baji. Akagina aka qo'lingni. Va, ne qilibdi? Voy, tonima deysan kelsa, tonimaysan Ya, aka, biz vaqo qara. Sen televizor to'liq ko'ygashga, ma komediyalarni degan qiqas sotadigan. Shuni isimiz qoldi ekansan-ku. Bu yoqqa qopsan, bundan ishim bor. Voy, shu birsin izlab topamay iz qoldim qaramay. Kimning uyini izlamoqchisan? Voyliqi, Tursun deb bir odam bo'lgan bilamsan-ku? Tursun. To'xtab, Tursun. Ha, Tursun qallak. Naq o'zi. Odamlar. Qara. To'qmushi ko'rdingmi? Ha. Aylangandek kelyapti. Mo'shnondan aylangandek. Rahmat aka. Ya aka to'xtara. Bo'sh aylangandan nechinchi qo'radi? Birinchi qo'ra. Birinchi aka. Ya men qo'shma qil aka. Ya to'xtara aka. Sekund aka yana orqa. Ashu darvozasining rangi qanaqa qaraqdi? Qizil. Qizil darvoza. Rahmat aka, vaqtim seni. Ya aka to'xta. Yana o'tqatma qara. Başı odamlar uy bormidi? Mantiqni ashaga o'zimni berib qarab baqay. Ha? Soru çıktı. Vay yanında adamdan soraydıgan bulduk da pul çıkmakla teslik et adamdı. Şu çıkayım da. Ay, rasadaş. Bu narsalarına kapılmayın, nesidetlerin yes tuttuğun bulsan. Ben pul tapkan kınımlam, ötken köyden koşup hemisi bıraklan sap koyacağız. Canım sadağın giday adaş kaçan pul tapası ha? Vay, adam onda hicaletçilik koymuşsan çok. Ötkenden beri verdim, bu da çokun beri bittim ha. Ondan diyen bilen senin nesirin
500 getdi cuma. Ey! O'ylasiga yan bo'yaqqani beriydi. Ey! Mehmet Bika, sana nima tez ketdi? Ey, men seningdek bikoch emas. Shomag'da baqo, qotani mening biqivaqan 6 kalam bor. Senden ağa nesilerim baqo, bir kalın terisini satsamdan tölünüp pişdi da. Kollaringni qachon so'yib, terisini qachon sotasiz, ha? Nima adash? Naqar adash. Mushu baqo, mangsagan so'sdan tekshirib ketchi berbatchimi? Ma, ishongina adash. Shomag'da eski bo'ron jitlib ketchi berib yutma. Aksilgan so'skin yamab emibsan, turing. Voy, mana bo'lishib ketganda, men mana gapsam sana nima tez ketdi? Mana shu debtaydi ba. Qartizimni men bor degina. Şun sen hoşamak kılıyorsun-da. Mehmet Bika, men o kalamını soyup töyleme bu kazını. Sen nemen ola tölerse? Ama sana şey 5-6 koyunu bekip, terisini setip berme. Sen koyuyla terisini ettiğince çişini saldırırsan da. Ben bütçe yaşarak koyunun içine ilip boşuna köçürme de oturup. Senin derdinde koyularımı kabak yürüyken de. Ey baldı. Tapqandı beri adaş. İşen adaş ya bana ha. Hep Mehmet Bika. Ben bugün aldırıp kaldım. Ertesi gün kögülgünü göstermeydim. Bir şey gelip. Pul tapqandı, unutup qalma cuma adaş. Kırcan burada. Uruqdan poqu yo'g'an deb bir eg'iz gap qo'ysab chaqchaq o'qishib ketdi-ku. Hamdicho, bir nonning tepiga 10 man tepib yeb, ashuna sho'rif uzanni maylab yo'qib ya. Assalomu alaykum. Qaydar aka bola? Va alaykum assalom. Uy, bir pikachni aram qutulsam, o'rinni bir paydo bo'lib turgandi. Voh, qarog'ani deb ketdingmi? Mamatni debsa, ketib bordi-ku, lemshi va boshqa yoqqa qarab. Bay o'tda adash, a? Yo'q, shunday qilaman-da, saliyo aram bir ish tushgan vaqtda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom baldirim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom baldirim. Xudo, inim pulus bersangizga. Chaqchaq qilmag'ana balam. Atdim dastlab qilmaganda yanchiqni ranjitdim. Bugun o'qituvchilar bayramida shu muallimimizga sovg'at olay degan. Qara, umaqlig'ini. O'qigan odam degan zotni o'qiganni biladi juma mana. Qara deb ketdi. Ha, Sali? Pul qapchi g'uncham bo'lsa, men berib turaymi ya. Vallahi bergan pulni men bera. Nesi daftar to'shib ketdi. Qara deb ketganda mana. Ay, senin nesilerin mende tuttuğunu yaxshimiki? Xudo bankada turganda qo'shib tursa. Bular da aldıraydı. Ana kızım. Kavuştum sanatla. Muallim degan bağı en qadrlashga, hurmatlashga arziydigan insonlar, ha? Ana kızım. Obdan so'g'ilinglar juma. Ha, vaqtlar. Siz mavzuga? Maqla qo'sh. Pulni senin ayonchig'imga qoldi qaragani. Maqla qo'sh bilanmi? Maktabda inib o'tul imkonlar juma. Ular do'qrab yurmay baqatonga ansirab qoldi. Bu bo'ldi shuni balo olmoqdan. Yo, hamda qo'ydim. Qilmal deganga. To'xtab turg'na. Va bugun bayram ekan qo'y. Ha, men xotin degan nemish bugun bayram deb qo'ymaydigina menga. Bayram bo'sh qanday qilatdan? Qanday qiladi deysan qo'shani? Bayram bo'lganda chiroyli yatinib, ballarni ilib, xotin ilib, daryoga yurib o'ynayman-da. Bayram emas, o'quvchilarning bayrami. Ha, nechasiga bunlar? U bayram ekan, bayram bo'lgandan keyin orom oldigan gap, o'ynaydigan gap. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadar aka, yaxshimi? Yaxshi. Kela. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Anvar kam shoiri bu. Uzun bo'p ko'rmigi bor. Anvar savda, taqi, majnun bo'ladi. Nemi degan uzun ism bor aka. Bu ismni tatboqchi tinig'ini to'xtab durkishmayma. Chaqchaq. Bizdek mashhur shoirlarning ismlari poyezddek uzun, ayiqlardek hayrat bo'lgani afzal.
Ha? Yine qadrliginim. Meni qayerlardan tanimay, tantirmay, manda tez tanib oldin. Ha? Nima Hay nadan enim. Men sana bir yuqori saviyada deb tashlabdiman. Gaplarni sal oddiylashtirayin. Meni qanday tanib oldingiz demoqchiman. Aşıma gapmi akamdi. Voy nima bu? Mavzu kelsanmi? Hozir kelgandek. Mahallimizning guli, shoirda akasan. Mushu kunlarda yulduzlar ziminga nur chechib turgan uzun tunlarda uyqudan bidor holatda ilhom parizini qo'ltiqlab she'riyat gulistonni shirni yig'ib ko'zlar xiralashib quloqlar eg'irlashdi. Shunga ovozingizga sal tushib gap qilasiz. Yurakdan aytdi bu akasini Anvarga, yurak. Bayaq men sizga dedim-ku, men ismimni taxallusimni deb berdim-ku. Shu bujoqdamamsiz. Qiziq kelsa Anvar kelsanmi? 6-7 odamning ismini o'zing qo'yib olsang, qani otig'ni oldi uni. Boshdan unda bir dadamning o'zimda yumurtib qo'ygan ism bor-ku. Ha, bor. Anvar. Ha, bo'ldi-ku Anvar kim shoir? Eshitdingmi? Ay, bodilar, nadam bilan gaplashib nima qilay? Haras, gap qiling ayni. Bayat men sizning chehringizdan nuroniy tabassumni ko'rganda qilib edim. Shuning vaji nima ekan? Ha? Nima deydi? Ha bo'ldi, tushundim. Nima qildilar demoqchi. Shunaqmi? Shunda. Avaytdan shu ko'rishimiz sabab o'qituvchilar bayram o'tgan, shuni tabriklab kuldik. Qo'shib kuldik, qo'shib. Tushunishdi. Qaraganda shunaqa ilhomlar ta qitiqlab uyqungni keltirmoqda. Mana bugun kalendarning oltin varaqlarini varaqlasam, o'qituvchilar bayram ekan. Shunga men ustozim yo'qlaydi. Shunda aslidim, ko'zimga qiyondak yoshlar lo'mildashga boshladi. Ana shu o'qituvchilar xuddi quyosh insoniyat olamini cho'lpon yulduzga yo'ritgan. Ana shu zoti muboraklarni alohida yo'qlab bu yerga kelishim qadrli. Yaxshi o'tdi, yaxshi o'tdi. Rost, otamdekimi qas ustozlar? Happali, mana. Endi siz nadonlik olganlardan aql orqalarini istab chiqdingiz. Qadringizning ahvoli yaxshimi? Yaxshi. Ha, uka. So'zingizning ahvoli qanday? Buni so'zi yaxshi, hozir kundan kun yaxshiladi-da. Mana yangi keldingmi? Maqara Anvarka. Maqara aka. Mushu sen bana nesi beğenmez to'g'riliq. Yemas to'g'riliq. Ikkimiz birimiz aka. Ey, nadan balla, she'r shunday osonmi? Ha? She'r yozishni shunday oddiy chalavatamiz. She'r yozish degan bir onaning bir balni jon talchitib tavallud qilgani o'xshash, basi mushkul ish. O olana tushkunchimi bu? Onda bo'lsa-liqi. Bizning yurtdan chiqqanliqi shoir akamiz. Mehmetcan. Mehmetcan Rashid akamizmi? Undan so'ng shu millionlagan tavallud qildi-da. Albatta shunday bo'ldi. Demak, bizningki har bir misra ustida tafakkur qo'lloqlarimizni haydab, uningda durib gavharlarni suzish, xuddi jinnilar quduq qazg'ishish basi mushkul ish. Shunga men she'r yozishni avval 2-3 kun tuxum ekib o'zim rasaga kuchlantiraman. Ana endi ijod etib kelishman. Bo'lmasa biramda uchib ketadigan ish chiqadi-ku. Maqara Anvarka, seninki doktorxonada yetib qolmay saqt salomat turib, Nesiga degan she'rni yozib berishing uchun qancha tuxum ketadi? İlim ehlilerinin qadrini bildiren baldasiz. Lekin laqimimni atg'aningiz bo'lmadi. Bo'ldi. Sizga kechirat. Kechir. To'g'ri. Doktorxonada degan o'zgarib ketdi sharatimiz. Aql meyranda. Mushundoq bilimlik, mushun so'latlik mana Anvarimiz. Mushundoq qilsam sarang deydi. Sarang degani uzulardan demaymiz aka. She'r yozsam sarang bo'lamsa, sarang degan sendek olmaydi-ku. Va sening nima sarang deydi? Sen sarangmi? Sarang bo'lmaydi bu akamizni. Sarang. Botiqlar. Voy, sening laqimingmi, mening laqimimdan past o'rinda turg'isi. O o'g'irlikning bandisi. Voy, xopimmi? Xopimmi aka bu? Lekin aka, mening laqimim menga bek mos kelgan. Men unda qiliqi men bema'ni ishlar bilan yurmasdan, men jahonning huzurini surayotgan o'g'allarlik biz. Men qara, yelakda berdigan tuxumimni ber. Men dadamni yo'qlab qo'yay.
Benim tatlı kesim var degeni. Tezroq adamning tamog'iga daxil bo'lmasa bo'lmaydi. To'g'ri. Anvar aka. Mushu Nesi degan she'rni yezib, meni qo'limga tegadigan qancha kun ketadi? Bu ishga bog'liq aka. Birisi ilhom parisining meni davomli yo'qlab turishiga. Ikkinchidan mushu tuxumimning yarlik yoki yarlik emasligi bog'liq. Men ipiradigan. Ha, bu tuxumni Salih yarlik deb akirgan bu tuxumni. Ha, shundaqmi? Akay, mushu tuxum yarlik bo'lmasa, she'ring qandaroq chiqar? Butunlay nachar chiqadi. Unda bo'lsa, jing yarlik tuxum bo'lsa-ku. Jing yarlik tuxum bo'lgan bo'lsa, Nesi degan so'zni o'qigan har bir xaridor Nesi qilishni qochib, naqd pul to'laydi. Ha, anda bo'lsa, aka, sen ma tuxumni ishmay turib, asherni yezib. Nimish bundoq deysan? Voy, söyle bakalım, sen bu tuxumni ishib, she'rni yozsa, bu qopab tamoq chaplab qo'ysa, men o'xshashmada Nesiga narsa oldiganlar kirib, tamdiki she'rni ko'z jini chiqib yozgan aqlimiz. Voy, tuxumnoma berib, tuxumnoma. Nima qilsa? Yolmas izidan qaytmas. Yigit so'zida endapti. Voy, hozir degan gapingni yena olamsanmi? Yena olmayman aka. Men bag'om mushu Nesichilarning Nesi ammaslik uchun, Nesiga yemaslik uchun mushu Qoshdan akagan eng yarlik tuxum bor. Shuni beraman. Voh, ba'sa, bo'ldi. Chaqchaq qilma. Darvoza ochiqda. Ochiq. Dadam yo'qlab chiq. Obdan. Bo'pti. Maqa ko'rishtirlar. Maqila. Ya, qiziq gap bo'ldi-da bu. Xuddi bu so'radigan raqamni men qo'yib qo'yganda. Ya, mana bu ta'mi yaxshi. Balalar bitib qolsin juma. Xotinni tetib tursin. Maqa. Necha qiziqinama bu? Xat. Nesi degan she'rimni puta. Yaxshimsiz. Buzurgvar ustoz. Voy, keling. Voy, bu iliqi Anvar qo'shoqchimi nima? Voy, buni chiroyli nima bo'ldi, voy? Havodan kaydak bo'lib ketibdi. Ey buzurgvar ustoz. Men sizdan hal ahvol so'ray deb chiroyimga tabassum nurlarini yog'dirib sizni yo'qlab keldim. Lekin ikki ish mening chiroyimga bu tabassumni paraqtam qilyapti. Hay. Voy, seni Urumchidagi iliqi doktorxonaga davolanib ketibdi, davolatdi. Tek saqaymaga o'xshamansa. Voy, oldindan kelib o'taqina. Uni dikin seni paraqtam qilayotgan zoti nima ish u? Ha, kela o'tiradi. Nima javob beraman? Men sizga davray. Qarang, biri mening buyuk nomi amalimni to'g'ri atmadingiz. Sening nomi amalingni nima deb atsam to'g'ri bo'ladi-ku? Fikrni hozir Anvar Savdo Piroqi Majnun deb atag'aysiz, ustoz. Qara, ya 80 ga berib qolay dedi. Buni mengalardi-chu, hech kimning haqqi qolmadi. Unda qo'ygandikin, seni bunchalar ismingni Xondaqmi deb bo'la olayman-ku? Buni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Ikkinchi ish-chu. Bugun o'qituvchilar bayrami ekan. Men sizdek bir ulug' ustozni yo'qlab kelsam, siz mendek bir yetuk shoirni qo'shoqchi deganingiz qolmashmidi. Men buni qattiq e'tiroz bildiraman. Yana-chu. Men degan bir shoir anışımca benim şiirlerimni nurg'un bazmi barobatlarda mashhur shoirimiz Muhammadjon Rashidning orqasiga qo'yiblar. Meni maqtaqdimiz ustoz. Voy, seni maqtagan qo'y saranglar ekan u. Nima? Qara aka, men hozir mana iri xalq qo'shoqlar to'planishini o'qib o'tiribdiman. Sana desam qo'shoq degan-ku, sen da'vatgan she'rning javhiri. Ben nurg'un gazet jurnallarga mushtari bo'laman. Shuningda e'lon qilinayotgan shoirlarning she'rlari-chu, amaliyotda sen ko'zga ilmagan ash qo'shoqlarning qo'liga suv qo'yib berilmaydi. Yo'q. İlham parisi bana ato qilgan bu ul proqdan men hargiz kecholmayman ustoz. Garchi men sizning so'zlaringizga qoyil bo'lmasammi, boshlang'ich maktabda bana til adabiyot berganligingizning 100 xotirasidan sizni butunlay ato ayladim. Shunda qilib
doktorga berip davalanıp geldim de. Anlaşımca meğerdeki bazı bir beni körelmedi Allah. Beni sarang bop kılıp, saranglap doktorxonasiga berip davalanıptı deb arkamdan gap teptimish ustaz. Ben xotinimni qo'yib o'taymikin deyman. Oy, nima deydi oy buni odam xotinni ololmayotganda? Sizning kesalingizni topdim ustaz. Nima kesal ekanman men? Siz bog'u yolg'iz ras kesini girib olib qolibsiz ustozim. Sizni darhol o'ylash kerak. Yashab ket o'quvchim, yashab ket, yashab. Rast, sizni bog'u hozir o'ylash kerak. Yaxshi, yashab ket, yashab ket. Qo'y men qara. O seni o'z doktorlar yaxshi davolabdi jumu. Oy, meni o'qituvchilar bayramida yo'qlab kelib, ko'nglimni eng xush qilgani oy sen bo'ldi. Sen cho'q qara. Bizning buni soliydimmi? Aqlli qolib ketsa jumu. Kimdan aqlli keldi dada? Oy, Anlaka, qanday olamiz? Yaxshimisiz? Yaxshi o'qan. Undan turibsizmi? Yaxshi. Turibsizmi? Dadamon endi dedi aka. Birinchi xush qilibsan-ku. Ko'nglar bemorning dardiga bemor yetor debdikan. Qara bolam. Anvarka bugun meni yo'qlab kirib qara. O shunda xush qilibdi. Uning ustiga buni tuxumlarni avar bo'lib akirib emasmi o'y? Hey, mendan keyin qolsam, buni ular o'rtadan o'tganchi bo'ldi. Oy. Ko'nglimni yerib qimig'ina dada. Sen bog'u 103 yoshgacha. Ey, nadan edim Salih. Dadanın tökken közüşünün vecin tushunsanki köşki. Nima tushunaman? Voy bo'ldilar. Sana tushuntirsam baribir anglamaysan. Xo'sh, buzrukvar ustozim. Mana. Oy, tomoq yapmamam sen. Boshqa qilmaysan aka. Xo'sh. Shunda qilmayman aka. Tomoqni hozir tayyor qilaman. Rahmat sig'indim. Ho'p. Rahmat. Xo'sh. Bakla. Ben sana desem, adamın öyle boy demek istedim. Çendin mi? Bu ne lan? Hey nadan, ben sana dadan öyle ne çıktın dedi mi bu? Karabı tuttu. Abla, ne bu demek ya? Böyle ne şey diyen şiirini yazgan tuhum, dadını indi kaptı bu. Açık. Dadam meni tuxumda yo'qlab kirib qo'shibotsa, sen kirib tuxumni ichkazsan, to'z qamlashmasmiki? Eng yaxshisi men sana do'konda ib beray aka. Shunda qilamsan? Ha, ana jura. Tova dada. Buni Anvarkam shoir rosti saram qoldim nima? Ey sen qo'shib o'qishlarni meni qilib boqsamamda deydi. Şunu diginini kıpakansı ya. Vay Ferhat Oy makagina bo'lamoy senden so'raydigan bir gap bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. To'g'ri xudovolim. Anda tez. Abdug'anika yaxshi turibsan, ahvolanishmi? Yaxshi turibsan? Oy balamoy, sizlarni bu jamoatlar daknomissan jamoatchimi ha? Bu yo'lmasanglar yak qarab ma'zlar demoqchi. Sizlarga o'xshash ayollar uyingizga ochiq qo'yib, ustimizga qoqsamaydi. Sen qavarish qo'yib, kattapagini bo'lmaydi. Oy, nima Shu dadamni nig'magan. Yo'qlab endi, kunda yo'qlab tursak bo'lmaydi ekan-ku endi. Yo'qlamaydigan amalni qilmamsizlar buni. Qanday amal deysan? Uyingga kelmamsan. Hey, akamidi demsa, akaldim. Tumaydi ekan shu 2 kun o'tirdi. Voy aş o'yinlar ko'zim ko'rinib ketyapti-da, opang rahmatli tushim kirib qopti deb ash ketdi ekan. Tushani nima ekan-ku, soatga bu qiylarni. Hey, qiylarni tushunmak osh tas emas, qara. Bunda kallangni ishlatmabsa, o sening uchun dadam kichik vaqtingda, mush bolamning kallasi jirang emas, cho'g'anda qandaqni jinni baqa deb ansiraydi. Mana g'ulning qimini xudoyim qipti deganda qara. Oy sen bu chaqchaqlarga bilan evin tasdiqini dökülden içilip jürmemsen bana. Ras,
Şu cırın dese bir iş isim kelyapti. Bu kichik vaqtimda bu kallam g'aja cırın emasdi. O ishni qismini buzitmagan, ma ishga bursini buzitmagan, bozordan chamg'a kelsa loba kelib bujundaqdim. Shu vaqtida iliqi alag'alarning hammasi birdan qurum shapka kiyib ketdi. Mening shu shapka kiyim kiyib kelib dadamdan pul so'radim. Ya dada, og'ilimning hammasi qurum shapka kiyib ketdi. Men birini olaychi, men pul bergina desam, dadam, "Ha, nechga o'shatga?" dedi. 50 so'mga desam, dadam turib ketib, "Jinim bolam, sening beshing 50 so'mlik bosh emas" dedi. Ay, bu Xo'ja Ahmad akam yapma kepti bak. Yomon-da. Hozir za yolg'izsirab qoldi-da. Shu. Voy, mush qiyrilganda xotindan orimsin-da, ha? Voy, odamga bak tez keladi-ku, qara. Undan cho'mush xotindan burunla ketganmi yaxshi ishkandigina. Bu ayollar xirisi qara, navr-chavrni bekitma, kuniki dedi-ku. Bu Allohchu. Onu işini bakanmaktan başka işimiz yokken o. Funda. Onun takımı yaxşı amalı var o. Qandaq amalda hesabladın ki? Böyle bir koysam bulmam dedi. He, doğru dedi. O muzakarani qildik. He, onun xulosasi qanday qildi? Voy, sen nimaga oldirsan voy, dadam topgan xotinni sog'ildigandek. Voy balam voy, bizga hozir shu tema bak xo'shaqadigan bo'lib ketdigina. Sen anadan jiqiroq topsan, bizdek boytaqlag'imi biraz aşamdikin deyman ha. Hani sen dadam ağan ayaldın, mukafat çıkmaz, şunu lavamsa. Kaç gün üye kısım, dadam akıllarım bilen, hadlarım bilen kata oturuptu. Şuna dadam dedim ben, ya dada sen bir ayal taptın desem, bu dadamın çırağı külgücü geldi. Ne dedi taptı ayal diye, dedi. Gelmedin. Sen, ne geçti o ki? 50 yaşındakiler değişimli bilime, okullarım hadlarım ürümedi. Ya qanda nime olsun? Bu dadam degen 84 kirga tutsa. 50 yaşlık çokanı biz opıdan dok, hadidan dok, sınırımdan dok bulmaydı. Ma dadam degen gel, özün tutagan, mumay mısınmaydı. Şundak bu dada, dese dadam, şundak bola bu, yama yaş kevu 50 yaş olsa. Bana özü tutagan, mumaymış bulmaydı. Dedi, bir kemdikin, hadlarım, akıllarım çıketse bana. Gepingden yeni olmagansa, buyunuma bir devirdi deydi. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Qandaq ahvol? Yaxshimisan? Ha, bu yoqqa Voy, qapsan. nima kelayaptim aka? Atiga uxlab qolibman. Nashlik qilmagandim. Pranikangda ilib idora bir nashlik qilaymikin deyman aka. Jinim soqqam soat 10 bo'lib ketdi. Mush vaqt nashlik qilmay, nerda qolding? Bilmamsa aka, oqshom kecha so'rin o'ynab, yutqanning tagida qoldim degan aka. Qiziqga qilsajima, kira. Nimlarni Bizan tanlab olay saqam. Aman qaray saqam. Unchik ranjib, unchik xafa bo'lib ketma. Nima ranjiysan? Ya aka, deganda dadamdan bir nangu 10 ming oldim degina. To'xta. Bir nan 10 ming degan bo'lsam, noshta qilib bo'lsa saqam, ham yem shuyma. Nima bunday qilsang, sen bu sam tegishtimgina aka. Bilib turib, bilmagach bo'lsa ekan, soliga sen bir. Va nima bo'ladi dadamda atiga bir sesishga olib oldim aka men. Dadam nima deydi? Nima deydi? Atiga men uxlab qolibman degina. Vala qulq kiyimni kiyib, yüzümü çalıp ulup korsam, bichara dadam tergen çöp gipti. Asırap kez atıp geldi. Her bir de sigara hü kıldı kara. Yine kalkıp ya dada, ne koysa? Sen onu okuram. Çiçim yaşatma falan dedi kara. Yüzüse. Ola, bağırıp korsam ayak topa. İt olayda ölçüklerim aktasam latı yok. Dadam önüne gidip ya dada. Yine onun hatosu begine mi ayrım iti olay desem de koruydu. Buydu balam sende başka lat yok dedi kara. Bunun gülemse aka.
Erpat aç kapını eyval. Yezip koy, yezip koy. Oy, balları, yumuşlar kovakları. Oy apa kilang ha. Bekletli gittiler o. Biz nomor tayyorladimiz. Neyim nomor? Opa, bizning maktabda o'qib, Uyg'ur xalqi bilan birlashib millatlaşma faoliyati o'tkazgan bo'lgan. Sonda Lilichkisi usul o'ynab chiqdi ekan. Oy, rostmi? Benim kızım yaraydı, bek yaraydı. Ola, faaliyetga o'zsoni usul o'ynaydi ekan. Sen bir nomor ko'rsatmamsan? Voy, opa, men qolaman shu faoliyatda. Men nomer ko'rsatdim. Oy, nima nomor ko'rsatsa? Yumor so'zlayman. Yumor? Ha. Akamning tayyorlagan ikki yumor bek qiziqchimi? Oy, shundami? Unda bo'lsa, mana shu yumorlarni bir so'zlab bergin. Bizni kuldiralsan, boshqalarni kuladi. Agar bizni kuldiramisan, boshqalarni kulmaydi, jumor. Siz opa kuldirib tiyilib aytmayman. Unda xos bir kuldirib. Bir kuni Ahmad ma'lum debdi-da. Bolam shu maktabning kayni kulchakka qarang. Bir bola tushib ketgan, bolalarga biz kulib tiyilib qoldi, faqat belli kulmadi. Bu bolam cho'ng'ib sayji bo'lsa, kiyim kalash kulchak tushib ketgan. Bolam bu mendda degidek. Yana birsin degani? Muallim Ahmad yon tug'ibdi-da. Sen so'g'at yeysiz jimilsiyadi. Dodam shu so'ngisini ko'tarib sirib tushayapti. Yo'q, qani bu so'g'at. Voy, so'g'at degan dodam so'ngisini mammaliyam. Bana boy demiş kavat sen de. Oy, gidelim dede. Otur. Açı bu çiğse yaptık şu. Hey balam, ben tünügün bir yaman şükür yaptım akara. Qanday yaman şükür qapsa? Oş eningchi o. Bir tog'ning cho'qqisi chiqib yig'layotgandek degina. Ne tog'ning çok qisiq yig'laygandi o. Dada, meni o'ylab qo'y deb yig'layotgandi. Qo'y, o'ylab qo'ymaysiz. Nima deydi oy mana bana? Voy, u ish ashundoq oson bo'ladigan bo'lsa, o yig'ash qaloqni burunni o'ylab qo'ymamdimi emas. Voy, hozir bu jimib ketdimi yaqindan beri? Bir telefonni qildimi sana? İsim kursun dada. Tünügün sınırla ikisi telefon qilib sana salom etqandi. Shu ko'nglim tuyg'an mening. Ey balam, nima bo'lib ketib qolsan sen ay? Oy, sen burundan bunda havo vaqt emasding-ku? Dada, bu nima degani endi? Ey balam, bir nima desa tushunmaysan. Birisi bir nima desa vaqtida demaysan. Bir nima so'rasa bermaysan. Voy, mushu kunlarda sen nima bo'lib ketding deyman, oy. Voy, o'ncham buni menga bir no'g'uchilik urib etmagan-ku. Qiziq qilib kelsa dada. Nerede ayol kishi er kishini urgan ba? Vurman deb shundoq qo'lni ko'tarsa, dadamga deyman. Desam to'xtab qoldi. Oy balam, oy. Bu ening bir chimib ketdi, hozir nima ish qilyapti? Shu tijorat qilyapman. Bir boshdan inglizcha o'rganyapman deydi. Ish qilib bu bolaga men ishalmayman jimo dada. Undaqda bu hozir ne turibdi? Bir parcha bo'rini sep ko'rikni ostida turibdi. Hey, tuz bekab qilgina tuz. Chaq. Hadisni uyda turibdi, hadisni uyda. Voy, bu uy olaman degan vaqtida biz pul evatgandik-ku. Ha, deb qo'ydi, ha deb qo'y. Balaning kantisi deb ko'zning ichiga qarab uni akilib kutib qo'ydim-da. Mana 40 yetay deb qoldi, tek to'y qilmadi. Ha, Rasey. Yugurib telefon qil. Bu darhol qaytib kelsin. Bu yil nereden bo'lsa uning to'yini qilamiz. Chiqqanlarni qaysi birisidan to'y qilamiz kimdan? Nima deding? Ha? Nima deding? Hemen telefon qilib qaytib kelsin dedi. Ha, qaytib kelsin. Voy, bu kuyuğanning aydimi? Ajdaq uzun to'g'an bormi? Voy, namus qilmaydiganini qara. Voy, mening mush ko'z oldimga kelib to'sina kelib. Onun misalda bir qirqdak ish chiqib qolar. Chiqdi. Keldigan bo'lsa, tanlab bozorga o'tkazib beratdim men.
Men bak o Lekkun'un parnikiga mablag' silib shu ishni qilay degan. Senin balam açta kılaylı, açta parçakı başını çipli koysak oğuşlup kala o yağış kulak ey. Sadan ketedi da xotirjam bo'lgani bu ishlar cho'qim yaxshi ketadi. Ha? Assalomu alaykum opa. Aleyküm Assalomu alaykum opa. Yaxshiribsizlarmi? Yaxshi. Yaxshi qilyapsizlarmi? Opa, Ha? hop buva bilan dadamcha. Buvam bilan dadam qayerga ketgan? Biz maktabga mong'uchuma kelarmi? Kelgan vaqt bo'lib qoldi bola? Maktab so'zlariga yumruq berishga xato keldi. Yumur? Ha. Voy. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ekranlar. Zaqiratawa. Yo'q, yaxshisi. Yaxshi, o'tiringlar, o'tiringlar. 丽丽姐，你来了。你好。你好，坐。 Yumi? Ha? Ozroq aytgancha qilaymi? Voy, nashit qilib bo'ldi. Lili, taxir deyapman. 谢谢阿姨，我吃过饭了。 Yumi, yo'qolib ketdingizmi? Sizni faqat ko'rmadimmi? Pek oldirashib ketdingizmi qandoq? Oqshom partam qilgan choyimni ko'rmadingizmi? Voy, yaqin yoq bek oldirash. Maktabni besim bek yig'ilishib ketdi. Shu. Bu oldirashchilikning gapini qilmang. Bizni shirkat shuni oldirashib ketyapmiz. Liliga uyg'urcha xat yozishni yutib qo'yma degandim. Shuning vaqt chiqarmayapti emasmi? Voy, sizmi oldirash desangiz, Lilini qancha ishga boldingiz uyutyapti. Yaxshi o'tdi. Bolam, maktabga chiqib qolmaymi yana? Opa, mayli. Bunday ishtonlarmi? O'sqo'la to'ydimi? Ha, to'ydi. Maqlandingizlar, bolam. Kira, Saudka. Udah, motor Fransız aja. Bir ish qilmayman. Biz g'uljiqlar ajoyib taqilamiz juma. Ey, to'y-to'kim o'ltirish bazmi barabatda chaqchaq qilsa bo'pti. O'zim yutdim chaqchaq xon bormi? Shan, Parat, shan qilding. U Rahmat o'g'lining uyiga kirib, aytlidik, uyat chaqchaq qilmadi. Ey, hadi qildik deymiz. Oy tas qaldınğa ölümünü külküge aylandırıp etkine. Voy, o men kirsam Ahmad o'g'li yig'laytibdi. Ko'rishsam, men eslab yig'lab ketdi bu Ahmad o'g'li. Voy otam, qanotim sundig'i otam deydi. Men asta qo'liga qanotim sungan bilan pokuning saqlab qo'ydim. O'sha gapim bilan, voy otam deb yig'layotgan odam, otam degan o'tib, voy onam deb yig'layotganda. Bu Mehmet Bekan bizlar. Shu kelyapti yonimga. Ahmad o'g'li qarag'ana nima bo'lsam, qavatli yig'lab ketyapti. Mushu qo'raji ochninga miros qolamdi nima demenda. Hey, qara, senin bu ig'izing çok qara. İli qo'shmayla qalamga o'xshash ham yeydigan, ham deydiganli bir ig'iz oldu bu. Bunda qada qilsa bu ig'iz deganing vazifasi shu-ka, Saudka. O, şu balam. Benim demekçi oğlum, o işkinesine adamın ömrü ölçep bergen. Oy deydiganlı dep, yeydiganlı yapılıp ki ya yelenmey, ya delenmey. Muşu kuruk ömrünü kama deymen ha. Ağzım uçmağına hakikaten. Ve her soy. Bunu benimle tövendeki Hibbulga nimi dividin? Yulka bu? Ha, paratolu işkimiz bir işte verdileşken de üzdep duruyorduk seni. Biraz izlep yürüydün. Ha. Yulka. Ha. Oy bu tepsilerek dikil ama külüyor ama. Manda şoğam. Ötkendi. Yulkamın işgalden ötkit basam. Oturup gitti bu adam. Beş çıkıp gitti. Bu neyim boğandı bu adamga? Bir ahvalını so'rab qo'yay deb. Yulka, nima bo'ldingiz? Mijozingiz yo'qmi? Desam, yig'lab ketdi bu odam.
Yakama balam. Yakama balam. Mamay saklab küçük oldu. Mamaydın arasam. Qandaq mı qalamma balam. Yang'oqchilik tatib ketaman balam. Deydi u. Endi bu odamlar ko'nglini yasab qo'yay dedim-ku. Voy xotirjam bo'lsizlar, yo'lka. Favqulodda shu mo'mimizga bir qazo yetib qolsa, mana men sizga 30 yoshga cho'kadi birini tanishtirib qo'yman deb qo'ymamdim chaqchaq qilib. 3 kundan keyin u mo'may tugab qolsa bo'ladi. Sizlarmi borku paytda? Paytga kirdim. Kirsa bu welcome yig'lab o'tibdi. O'yinning o'tirdi. Voy do'stim, amalim yo'q do'stim. Voy do'stim deb meni yenimga kelib, voy do'stim deb bana yiliqini qanday qilding deydi. Voy bu haqning hammasining dadili meningkiga o'xshab ketamdi nima? Shunaqami bu mamaylarning boshi o'sib ketdi dedigina. Dada, nimaning boshi o'sib ketibdi? Go'shtning boshi o'sib ketibdi, davatma. Go'sht. Shu bozorga olsam go'shti kilosi 58 so'm deydi. Sen bu kallada şifa kalacak da züreyevegin değil mi? Yumi, chiroyingiz faqat yaxshi emas. Bir ish bo'ldimi? Qonliq gap sizman bilanjimi? Lekin sizni xafa qilyapman-ya. Yo, lekin meni bek qatırlaydı. Yaqin parnikni qulaman deb bek ildirash. Biroq chiroyingiz pekli seriq. Mijozim yo'q. Ha? Qo'l kesilim qo'zg'aldim deb qo'rqyapman. Astagfirullah, Yumi. Darhol doktorxonaga bering. Salomatlik degan muhim tursa. Faqat vaqtim chiqmadi. Hey, Yumi, bunda qilaylik. Endi siz maktabdan bir ruxsat so'rang. Men sizni mashinamga sepdik, doktorxonaga bir ko'rsatib kelay bo'lamdi sizni. Sizni avara qilamanmi? Voy, men qanchalik avara bo'latdim. Biz degan yaqin qo'shni tutsak, onun ustiga yaqin tuqqan bo'lib qoldik. Tuqqan degan unda taklif qilsa bo'lmaydi. Sizning ishingiz mening ishim, mening ishim sizning ishingiz. Onun ustiga lekin shundoq aldirash tursa. Oncha bizning maktabimizda faoliyat qildik. Chipolib ko'ynak gapiradigan faqat vaqtim chiqmadi. U ko'ynaklardan xotirjam bo'ling. Men ikkisini tozdek chiroyli yasab maktabga yo'lga solaman. Sizmi oldiryapsiz? Voy, qancha aldirash bo'lsa-chi, vaqtimni chiqirma. Leli düştü bize tamak yesin mu? Ha, mayli. Ras Yumi. Doktorxonaga bo'lishni unutib qolmayli jumu. Aytma shirkatning ruxsat so'rayman. Sizga ming rahmat. Arzimaydi, xushmat. Men bir uxlab qopquchi, lag'mining poloq o'zgira qapti qo'ysin. Voy, qiziqkansiz. Opam poloq eng amroq shuni poloq etdim. Bolam, sen muncha uxlavermay, xotinga ha-hu deyishpa. Voy, qarasina, opa uxlavermaydi. Voy, men shu yerda yotibman buningga, uxlavermaydi. Men shu boshqa uxlaganda uxlayman. Boshqa qopqanda qopaman. Mana o'yg'oq o'tirman-ku mana. Ya, shuni qiziqkansiz. Laqimiga tushloq bo'lmamdi bu. Hey, Bolam, bu laqamchi? Otim rast qolgan laqam bu. Bu dadaqlargacha bu laqam kinoya qilib qo'yilgan. Unda xo'sh, bizning Davud qiz kelganda oran amillashibdi-da. Ben bizdaga qolmasin. Senmichi bolam? Ha, işte bolam inek taqshay dedi. Şunun sen patamga ha-hu deptamsan qanday bo'ladi bolam? Benim apa, to'qim gapini anglayman. Va o'zi so'raman buni ha-hu deyish kelyapman. Endi ha-hu deyishdim deb bunaqa kichiklik dukunni qilib aka ko'ynakni machka deb o'tiram demanda. Achu bir jiqirab uxlab qo'ydigan shu asmijazim bor edi. Ish qilibchi bolam. Mening qilgan gaplarim qulqingda metgan bo'lsin, ha? Allah shunda ubajinim apa, men sening gapingni anglamagan yerim bormi meni? Tamoq yeyga bo'ldi, o'rin Oy Xiljiman,
Yaxshi turibsizlar? Yaxshi, o'zingizchi? Mana emas turdiq mushkullarni qarang. Voy, qo'saq tozimi ichib edala. Voy, men alaytan deb tamoq etib yo'qlab kelmagan siz haqiqatan odamni xo'sh qilib. Sizga aytib kelmasakmi tamoq etib turganlar bordu. Men bu tamoqni-chi, Mahmud ustamning uyini yo'qlab oldim. Voy, bu endi nima deganingiz, Kelchiban? Bu oshqozon deganimi-chi? Kunda 3 qitim eshib turdi ekan. Uni shamollab uran kekirib yurishga texim bo'lmaydi ekan. Shunasi kelin bolaning etmagan tamoqni yeb yashayapmiz shu. Shuni yeb yashayversangiz bo'ldi ekan. Nima qilsangiz bu tamoqlarga bo'yinlar? Kelchiban, endi biz bu dunyoga shu tamoq yeyish uchun keldik-da. Endi nima keldingiz? Voy, albatta mehr muhabbat uchun keldik-da, qarang. Voy, bu yolg'izlik deganda mehr muhabbat degan nima bo'lmaydi ekan, qarang. Voy, yolg'izlik degan joniga bir ekakkan-ku albatta. Shunlashqa bizning ulug' ota-bobolarimiz yolg'izlikni hayvonga basin deb to'g'ri aytgan-da. Mana biz hozir hayot safarimizning o'ttirlarida har ikkalamiz juftimizdan ayrildik. Xayrlikni bak qiynalib ketgan odam qarang. Shu vaqtni ching tutib, balduroq bir almo'lab o'tmaymizmi? Yana shu gapmi? Bo'ldilar, tomoqim sovib ketdi men mangay. Qarang. Siz-chu, buni tamoqni opirib kelgandan keyin, ondan men qoida bo'yicha gachchida bir elchi kirgizib boqaymi ya? Bizning uyni mol bozor deb qoldingizmi? Xiljiban, ondaqda men qanday qilaman qarang. Hijron o'tida ko'yib pishibmishda yuragim zardab bo'lib yuraveramdi men. Bo'ldilar, men mangay. Hozirchi bu vaqt emas. Vaqt kelganda bir gap bo'l. Xiljiban, bir nima desiz vaqt emas deydi ekan. Bir kuni bir to'ydi, uylab ketsam. Oldi tegib olmagan. Qanday Saatga? Yaxshi turdingmi? Qanday? Voy, yelini yo'qdi bu. Buni chaq pedakmi deb qayoqdan paydo olding voy? Qiziq qilsa Javozatga, qara chaqchaqlaringni. Yosh vaqtingni-ku, kuyayotgan bir payt o'tgansa asli. To'g'ri deysa, bolam, to'g'ri deysa. Bizlar yosh vaqtimizda yemasam bir poch o'tdi. Mana hozirchi hastayoq tirab turmasa yiqilib tushadigan porkotak aylanib qoldik degina. Hadi gapni aytsa aka. Porkotak bo'g'u vaqti kelganda shunda kuydi jumi. Porkotak ko'ysa, ko'zanga kirib vojimini chiqarib aytmasa yana. Ey bolam qara. Yosh vaqtlarimizda bizning payzimizni toza ko'rgan. Shu chaqlarda biz uning bilan yaqin aloqani edik. Uning umri qisqa bo'lib qoldi-da. Bo'ldilar. Bunda ko'ngil achildigan paranglarni qilmayli. O'zimizning kepik kelsak, bana musiqandan beri ko'rinmayli qolding-ku. Savobga uzam bilsa. Men iyilik tiklayman deb idoradan chiqmag'im 3 yil bo'lgan. Jiq izlandim. Lekin nima qilig'imni uqmay oxir izlab topdim. Yaxshibdi. Voy, rasmini qizil leyli dadam qo'roqqa to'qib bermiz quraman deb yuriydi deydi-ku. Unda qilmassan, voy, atrofga chuyni o'rlashtirib, unimi o'ylashqan aka. Lekin qursam bu mahalliga qurmayman-da. Bu guldak turayotgan mahalning muhitini buzmayman emasmi? Mana bu gaping bo'ladi mana qara. To'qib beqish yaxshi ish. Uni mahallada emas, xalroq bir yerda boqsa-chi, u texmi yaxshi bo'ladi. Chunki tog'ining tuxumi yaxshi bo'lgan bilan qara. Voy, buning gandisini purqichi odamni bir oladi. Uning ustiga buni agashtirib kelgan chuvini-chi texi. To'g'ri, lekin to'g'ining o'qdi ziraatga shunday foyda emasmi? Uni men bilmayman bolam. Biroq men odamlar orasidagi nacharlarni nimada bahoratlaydiganligini bilamsan? Nima deydi ekan? Voy, to'g'ining po'qi deydi. Yomon qiziqchi vazo o'tkazsan. Voy, hammasi chaqchaq gaplar voy. O'zgimizni kelayli. Endi nima ish qilaydi otsa? Oldi bilan mush mahallimizning tövendagi 10 moyaga zamoniy parni qilay deb o'yin bor. Bu zamoniy parni deganing nima bo'lib ketdi bu? O'chi qara aka. Va qishning kuni saypay qo'g'on tavuzda ig'iz tegalaysan degan gap bor. Uning ustiga bu maqsadlarni yerlik o'g'itlar chiqirimiz emasmi?
Assalomu alaykum. Bu Melkeslim. Bu salaqinam qanday avval yaxshimi? Obdan tudingmi? Mijoz yaxshimi? Bormisan? Ha, bag'u. Ko'rinmaysan-ku. Voy, bor biz bor. Ey, ko'rik mekan katakdan chiqmagandek qo'raringni chiqolmaysan-ku. Chiqsam ilk alıştın talavanga o'ltadim adam. Ey balam oy. Bu uydan chiqmay bekor yotmabdi. Ma yaqinda-chu. Cho'g'i bir zamonaviy parni qurgidak. Aka qo'lingni. Muborak bo'lsin. Birga bo'lsin hadi. O'tganda g'ilpa degandek qildim. Yalan ip bo'ldingmi? İp buldum adaş, ip buldum. Ben mahallemizdeki kantiki kadrlar yaxshi qo'lladı. Yuqorida tushgan xizmat guruhi kadrlarni haqsiz daykoyib berdi. Shu daykom bilan parnikni buni qurib olay deyman. O parnikni qurib olsam, mahalladagi bekorchilarning hammani ashaga solsak, adaş nimaga yaxshi bo'ladi? Voy. O'g'il aka qo'lingni. Muborak bo'lsin. Voy adaş, sen bag'u bizning mahalla uchun bag'u bak cho'q yaxshi qiladi. Ey, bizning hukumatimizning siyosati shunday yaxshi. Elni moyil qilish, el royini bilish, elga naf yetkazish degan mush emasmi? Men qarachinim adash, agar iqtisod yetishmay qolsam, dadam ikkimizni hayt desak biz bor. Rahmat alaykumga rahmat. Sen-michu o'z vaqtida tanab bilan o'yinni yaxshi ko'rmay, obdan o'qigan bo'lsang, bolam, mana lekindak cho'ng ishlarni qilatdi emasmi? Bo'ldi qilar dada. Hijil qilmay. Saudga o'yinchilikni deb ketma. Salih og'aynammi yaxshi tirishdi. Tirishgan uchun mahallimizning boyning birsi bo'ldi. Ularning kichik vaqtida bizning to'liq tarbiya beratding. Lekin bir tarbiya mushkam uchun mening qalbimdan ketmaydi. Voy, bu ishga o'yin qilgan men nurg'un tarbiyalarni bergan. Voy, bu qaysin deydi Salih? Adash to'liq deb qizdiratding-ku halaqada. Voy jidim dada, kichik vaqtimizda ukam bilan ikkimiz maktabga berish qo'shaqmay, tursak chaqib chaqiratding. Dadam birdan berdigan o'xshaydi deb yenin kelsak, ey, lekin buni maldog'u ikki bekochi bor. Biri buni ishkin, yana biri Nurahmatning qeri ishdi deydi.